Assalamu alaikum. Ekran aldırık Şarkı Türkistan'la aziz qarindoshlar. 5 fevral G'ulji inqilobining 24-yili munosabati Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan uyushtirilgan muhokama va xotirlash yig'iniga xush keldinglar. Men bugungi yig'inning riyosat sifatida qo'sh hammanglarning mushu vaqtda xayr olsun. Aziz qarindoshlar, hammanglarga ma'lum, bundan 24 yil burun, ya'ni 1997-yilda yuz bergan 5 fevral inqilobi vatanimiz Şarkı Türkistan'ın yakın zaman tarixidagi unutilmas zo'r siyosiy hodisalarning biri sifatida o'zining xalqaro ta'sirini hozir saqlab kelyapti. G'ulji xalqining qani bekorga qini yo'q. G'ulji xalqi o'zining issiq qini va zulmga tiz bukmas qaysarona ro'yi orqali mustabid Xitoy hokimiyatining talon-taraji, chekini oshgan siyosiy besim va zulm ostida xo'rinib yashashga mahkum bo'lgan Şarkı Türkistan xalqining dard faryodini va o'rlik bo'lgan talpinishlarini dünya jamoatchilik kuchli shakl tuyg'usiz qolmasdan, balki Uyg'urlarningki chet ellarda elib berilayotgan milliy harakatning kuchayishi va zo'rish uchunmi bevosita muhim rol o'ynagandi. Aziz qarindoshlar, 24 yildan buyon chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarining 5 fevral kunini Şarkı Türkistan xalqi uchun intayin muhim va tarixiy ahamiyatga ega kunlarning biri deb qarab, izchil turda xotirlab kelayotganligimi 5 fevral G'ulji inqilobining Uyg'urlarning milliy ro'yining va zulmga aslo tiz bukmaydigan qaysar ham kurashchi irodasining simvoliga va Şarkı Türkistan milliy harakatininki mash'iliga aylanganligini aniq sharhlab turmoqda. Bu munosabat bilan biz 5 fevral inqilobi jarayonida millatimizning hurligi, erkinligi va ozodligi uchun aziz jonlarini fido qilgan qahramon shehidlarimizga va ozillarimizga cho'nqur hurmatimizni va cheksiz sevinishimizni bildiramiz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hürmetli qarindoshlar, suhbatimizni boshlashdan burun ben bugünkü muhokama yig'iniga so'z qilishga taklif qilingan aziz mehmonlarimizni sizlarga qisqacha bir tanishtirib o'tay. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi, xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotining muavin raisi, hurmatli To'lqin Asafandim, xush keldingiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi, Uyg'ur tadqiqot institutining qurg'uvchisi doktor Erkin Akram, xush keldingiz. Dünya Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim, xush keldingiz. Zubayra Shamsiddin xonim 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining eng cho'ng shehid oilalarining biri. O'zining singlisi, inisi, jiyanlari, nevar inilari, nurg'un kishilar 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi jarayonida shehid bo'lgan, g'ozi bo'lgan, hatto bir inisi Abdurazzoq Shamsiddin muddat qamoq jazosi hukm qilingan, hozirgacha Xitoyning zindonlarida turibdi. Alloh salomat qilsin. Kanadadan Baxtiyor Shamsiddin qarindoshimiz, Baxtiyor Shamsiddin qarindoshimiz 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi yuz bergan mezgilda bu G'ulji shaharlik Do'ngmal saqchixonasining sobiq xodimi bo'lib vazifa tugagan va keyin bu 5 fevral G'ulji qirg'inchilik yuz berib, oradan 3-4 yil o'tgandan keyin 2001-yili butun xizmatini tashlab Gollandiyaga hijrat qilib kelgan va milliy mustaqillik safimizning oldingi safardan ko'rishimizning oldingi safaridan o'rin olib kelgan va Gollandiyadagi tunji Uyg'ur tashkiloti bo'lgan Gollandiya Şarkı Türkistan vaqtining qurg'uvchisi va raisi bo'lgan, hozir Kanadadagi xalqaro qo'llash harakati tashkilotining aktiv a'zolaridan biri. Baxtiyor afandim, tekrar xush keldingiz. Jurnalist va tadqiqotchi Gulshan Abduqodir xonim, bize Kanadadan xush keldiniz. Gulshan Abduqodir xonim 5 fevral G'ulji qirg'inchilik mezgilida Il Xalq radio stansiyasida jurnalist bo'lib ishlagan. 2020-yili bize bu keyin Kanadaga hijrat qilib chiqqan 2020-yili o'tgan yili bu G'ulji inqilobining 23-yillik munosabati bilan yozib chiqqan va nashr qilgan bir kitobi va bu yil yana G'ulji inqilobininki 24-yillik munosabati bilan
ayni chog'da G'ulji inqilobi qatnashib chet elga ketib chiqqan 10 dan ortiq shohidlar bilan birlashib G'ulji inqilobininki texi bilinmagan taraflari bayon qilingan bir kitob yozib nashr qildi. Bu kitob yaqinda to'rintildi, nashrdan chiqdi, muborak bo'lsin. Germaniyadan Abdushukur Toshoğlu efendim, hoş geldiniz. Abdushukur Toshoğlu efendim 5 fevral G'ulji inqilobininki oldi keyinde mushu hareketni, inqilobni tashviq qilish ishlariga, maxfiy tashviq qilish ishlariga qatnashgan, da'vat qilish ishlariga qatnashgan. G'uljida bir mezgil nazorat ostida yashagandan keyin 2011-yilda hijrat qilib chiqqan, hozir Germaniyada tekrar hoş geldiniz. Hoş, oldi bilan suhbat yig'inimiz Dunyo Urqutining raisi, hurmatli To'lqin Ayso efendimning ichilish so'zidan boshlaydi. Merhaba To'lqin Ayso efendim. Rahmet, Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar, hanımlar, efendiler ve bugün bu G'ulji vakasının 24. yılını hatırlaş faaliyetimizge qatnashayotgan, anlıqı çok qatnashayotgan ve şundaqla bu vakanın şahitleri bu muhakeme yığında söz qilish uchun qatnashgan sabtaşlarım, hammalarni hurmat bilan salamlayman. Parat Muhammed Efendi deb o'tgandagidek G'ulji vakasi va yoki qulluq qirg'inchiligi yuz bergili 24 yil bo'ldi. Ama 24 yıl ötken bolsa bu vaqa teği tönügünkidek şehitlerimizin qanlari qurug'ini yok. Bulup mu bu 24 yıldan bu yan bu G'ulji inqilobida şehit bo'lgan şehitlerimizin ko'rsatgan qahramonliklari, to'lagan bedellari, muhimi bu G'ulji inqilobiga qatnashgan shunda qahrton so'qoqlarda bu ruh bizning chet eldagi vatan ichi va sirtidagi milliy mücadelemizni bir ruh bilan ta'minlab kelgan, ma'naviy uzuq bo'lib kelgan va uning uchun har yili Dünya Qurultiyi boshliq bütün chet eldagi tashkilotlar bu G'ulji voqeasini hech bir yil oraliqsiz holda tashlab qo'ymay xotirlab kelayotgan va xotirlanish zarur bo'lgan bir tarixiy voqea. Biraz ilgili içiliş nutqida Parat Aparin deb o'tganligidek G'ulji voqeasi Uyg'urlarning Sharq Turkiston milliy inqilobining milliy ruhini va zulmga aslo tiz tutmaydigan bir qahramonlik irodasini ifodalagan bir harakat. Çünkü Xitoy hukumati hozirgacha 1949 Sharqiy Turkistonni istilo qilgandan boshlab Sharq Turkiston xalqining ozodlikka bo'lgan, erkinlikka bo'lgan intilishi hech to'xtab qolgani yo'q. 300 qatimdan ortiq inqilob bo'ldi. Balkim 1 milliondan ortiq insonimiz mushu yo'lda shahid bo'ldi. Ama bu inqiloblarning mutlaq ko'p qismi dunyo tarafidan bilinmay, xalqaro matbuotlar tarafidan xabar qilinmay, dunyodan xabarsiz qilingan inqiloblar bo'lgan. Ama G'ulji inqilobi tunji qatim desak bo'ladi. Tunji qatim dünya matbuotlarida keng doirada o'rin olgan, dünya matbuotlarining tunji qatim Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqining Xitoy hokimiyatiga qarshi olib borgan kurashlarining davom qilayotganligini aks ettirgan, Xitoyning zulmining qaysi darajaga borganliklari dünya matbuotlari tarafidan tunji qatim keng doirada xabar qilingan bir harakat. Ben 97. Germaniyaga kelgan 1 yil bo'lgan vaqt, ben 94. vatandan ayrıldım. Türkiye tutup 96. Germaniyaga keldik. Bu vaqtlarda mayli Türkiye matbuotlarida bo'lsin yoki g'arb matbuotlarida, Germaniya, g'arb, Yevropa matbuotlarida Uyg'ur haqida har qanday bir xabar asosan yo'q deyarlik edi. Ama mushu G'ulji voqeasi yuz bergandan keyin Germaniya matbuotlarida bo'lsin va boshqa Yevropa matbuotlarida bo'lsin tunji qatim Uyg'ur meselesi bir qadar hozirgidek bo'lmasam, ama bir qadar keng yer olgan. Demek Uyg'urdan iborat bir millatning mavjudiyati mushu G'ulji voqeasi orqali dunyo matbuotlarga chiqqan. Shuning uchun bu G'ulji inqilobining chet eldagi milliy davoyimizni kuchlantirish, tashkilotlarimizning aktivchanligini qo'zg'ash, milliy barobarligimizni kuchlantirish u vaqtlarda tashkilotlarmi yo'qdi hozirgidek.
Avrupa'da şu Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Dünya Uygur Yaşları Kurultayı battı. Yani kurulgan. Muşu teşkilatla Muşu Gulcu vakasını her ne asasi özümüzün ülgüsü kıttırıp nurgulluğun faaliyetlerini Muşu Gulcu vakasını tanıştırıp şunun da şehit olan şehitlerimizin royu atıp her xil faaliyetlerini uyuşturup kelgen. Şunun da 24 yıl ötüptü. Bugün hazır bu dünyanın hem yerde. Germanya'da, Avrupa'nın en azında 10 devletinde, Amerika, Kanada, Avustralya, Japonya, Orta Asya, Türkiye'de 24 yıldan bu yan üzlüksüz şekilde bu keyinki balalarımızga, icdatlarımızga, yaş neslimizge her yılı hatırlanıp teşvik kılınatkan bir hareket. Demek bu vakani, Gulcu vakası okşaydıgan, barın inqilabı okşaydıgan, Şarkı Türkistan'da yüz bergen bütün vakalarını biz hatırlaşımız gerek. Bu hatırlaş keyinki avlatlarımızga milli müstakillik ruhimizni, milletimizin milli iradesinin hiçbir zaman öçüp kalmagan ekanligini, Şarkı Türkistan'da buluvatkan bu zulümlarının, bu bastırışlarının kandaktı 2016 yılı Xitay hükümeti umumyüzlük yol koygan ceza lagerden kim başlangan bir hareket emez. Bunun Xitay Şarkı Türkistan ıslahkan 49 yıldan başlangan bir siyaset bolganlygini ve bu karışık hareketlerinin 1949 yılı Xitay hükümeti Şarkı Türkistan ıslahkandan başlangan bir karışık hareket ekanligini, bu davasının yıldızının bunun 70 yılının ilgiriye kadar sozulduğundan ibaret bu reallıkni keyinki avlatlarımızga, yaş nesillerimiz ötküzüp biriş nokta-nazardan bu Gulcu vakası okşaydıgan bu vakalarımızı hatırlaş favqulodda muhim. Çünkü bugün biz bir yerde Abdüşkür Hacım okşaydıgan, Baxtiyar Şemşidin okşaydıgan, anın gün Gülşen Hanım'a, Zübeyra Hanım okşaydıgan şu vakanın bivasi şahitleri, kurbanları bilen ve o vakti tadqiqat yapıp bakan kitaplarını yazgan Gülşen Hanım bugün bir yerde bu vakti kitaplarını yazdı. Anın teşkilatın rehberlerimiz var, mütehassislerimiz var. Bunlar bilen bugün şu Gulcu vakasını keng şekilde bir müzakere kılımız. Müzakere kılımız şunun için bu bugünkü hatırlaş murasimimizga anlığı çok katlaşkan ve bir yerde özlerinin fikirlerini bayan kıldığan saptaşlarımga alayda rahmet ettimen hemen Allah hoş geldinler. Avazım gitip kaldı mı Ferhat? Rahmet Dolkun Aysa efendim, baytap ötkendek bugünkü yığınımızga 5 fevral Gulcu inqilabı katnaşkanlar, hatta bu mezgil sakçı oğallar, jurnalist oğallar, şahitler, onundaki istiqratga mutaxassislar, tadqiqatçılarımız taklifinde biz Gulcu inqilabının ağ görünüşü, gayesi, maksidi, karakterini okşamagan taraflardan analiz kılışka tirişimiz, çünkü bu tarihi bir hadise. Hoş, aldı bilen biz hazırgacha bu Gulcu inqilobini Gulcu qirg'inchiligi deguvchilar bor. 5 fevral Gulcu qirg'inchiligi, 5 fevral Gulcu inqilobi deguvchilar bo'ldi. 5 fevral Gulcu voqeasi deb atalgan bo'ldi. Buningda Kanadadan Gulshan Abduqodir xonim, jurnalist, sizningki chiqqan kitobingizdami o'sha haqda bir o'zingizning qarashlarini o'tirib qo'yganingiz, qanday qism qo'yish masalasida, qanday qismni qo'ysak, biz hozirgi davlatgan bayqi 3 qismni qaysini qo'ysak buning texim yarışıdı, texim muvaffaq bo'ladi. Oldindan sizningki o'sha haqdagi qarashingizni anglaydi, bundan keyin davomlashtiraylik. Köpten köp rahmet. Meni bugünkü programma taklif qilganingiz uchun. Shundoq bu Gulcu 5 fevral inqilobi desak ham bo'ldi. Gulcu 5 fevral qirg'inchiligi desak ham bo'ldi. Gulcu 5 fevral voqeasi va Gulcu yoshlarining milliy uyg'onish harakati hammasi yig'inchoqlangan bir mush 10 yillik bir tarix bu-chu. 90 yildan 2000 yilgacha bo'lgan 10 yillik bir tarix ustida to'xtalyapmiz. Ham bu tarixga ta'bir beryapmiz. Biz bu tarixga qanday ta'bir bersak, kelajak avlodlarimiz bu tarixga shu ta'bir bo'yicha texnik qimmatlik baholarni berib davomlashtirib maqdi. O'zingizlar bilganga o'xshash, hammamiz bilganga o'xshash, Xitoy har 10 yilda bir qirg'inchilik qilib beryapti. 90 yili baron qirg'inchiligini ib olgan bo'lsa,
2000 yılga kelgan vaqt 90 yıldan 2000 yılga kelguncha bo'lgan bu 10 yil jarayonida Xitoy G'uljida bu 90 yıldan boshlab maqsadlik holda zararlik chekimlik va AIDS ni yamartish orqali G'ulji yoshlarini shundoq bir palash holatga keltirib qo'ygan. Hech qanday bir hukumatninki bu masalalarni hal qiladigan bir apparatlari bo'lmagan. G'ulji shahri mamlakat bo'yicha zararlik chekimlik kenti, AIDS kenti deydigan shundoq bir holat kelib qolgan. 5 fevral G'ulji namoyishniki sarkardisi Abduxelil Mejid o'zimi zararlik chekimlikka xumarib qilib, oxirgi bosqichlarga yetgan bir yosh. Bular biz kim? Nima uchun biz shundoq zarar chekadigan, AIDS qo'llanib qolgan shundoq bir xomush, hech nima yaramaydigan bir millat bu qilyapmiz, ya bu yo'lda qarab ketyapmiz. Biz qanday qilishimiz kerak deb o'rnidan dasturmoqchi bo'lgan. Bu dasturishni ikki narsaga tayinib o'rnidan dasturmoqchi bo'lgan. Ular chet ellarning yordamlari emas, boshqa davlatlarning yordamlari emas, faqat o'zimizda bo'lgan Uyg'ur millatining vujudida bo'lgan tarixlardan bu yerda davomlashtirib kelayotgan ikki narsaga tayinib dasturmoqchi bo'lgan. Birisi mashrab, yana birisi islom dini. Mushu ikki narsani aniq bekitib olgandan keyin bular o'zlarininki zahardan qutulish, Xitoyning mushu bir davr yoshlarini zaharlab o'tirish suiqasdiga taqobil tug'un bo'lganligini bilgandan keyin mashrab boshlagan. Ondan keyin faqat islom dini qaytgan vaqtida islom dinida zaharlik chekimlik va qanday aroq sharob, yuqori gradus sharoblar ma'ni qilinganligi uchun u bu yo'ldan qutulishniki eng unumli bir yo'li bo'lgan islomga qaytish. Demak, zahar shahri, AIDS shahri, ondan keyin mashrab o'ynagandan keyin Xitoyning o'kti qo'pib ketishi. Chunki mashrab o'ynaganda mashrabdan nima uchun qo'rqdi? Nima uchun shunchalar mashrabdan qo'rqdi? Va mashrabdan iborat shunda xalq orasidagi bir o'yinni oxirida Xitoy shunchalik qonliq bostirish darajasiga oldi-yu, yana Xinjiang televiziya stansiyalarininki mashrab programmasi qilib sahnaga chiqib qo'ydi. Bularning hammasi men yozgan ikki kitobning hammasida tafsilda to'xtaldi. Undan keyin 5 fevral kundagi namoyish mashrab o'ynagan bolalarni yoshirin tutqun qilib ketgandan keyinki biz shundoq bir millat, bizning dinimiz bizga, sening dining sana. Biz o'zimizning dinimiz bilan yashaymiz, sen o'zing din bilan yashaysan. Bu hozirgi dunyo demokratik ellarimi o'tirib qo'yayotgan bir diniy erkinlik prinsipi. Mush prinsip bilan namoyish chiqqan bolalarning tutqun qilinishi, Abduxelil Mejid guruhisidagi 333 bolaning namoyish chiqishi, ham bularning tutqun qilinishi, buning orqasidan buningmi yana nima qilmay razumay Xitoyninki boshqa mahallalardagi mashrab guruhlarininki bolalarni tutqun qilishi bilan yoshlarni ularning izraksiz yo'q bo'lishi, sarang bo'lib qolishi, so'roq qilamiz deb aytib binolarni tashlab berishdek fojialardan keyin shuning bilan G'ulji 5 fevral demokratik namoyish harakati hozirgi zamon shu Uyg'ur mustaqillik da'vosidagi tamg'isini bosgan hozirgi zamon milliy uyg'onish harakati, hozirgi zamon milliy partizanlik harakatiga, milliy inqilobga, Xitoy tajovuzchi qurolli kuchlari bilan bo'lgan bir milliy to'qinish partizanlik harakatiga aylangan. Buning jarayonida uning orqasidan keyingi qirg'inchiliklar bo'lib, demakki bultu 5 fevral G'ulji inqilobining 23 yilligi bilan munosabati bilan nashrni chiqargan bu kitob ham bu yil Istanbuldagi ilm mashrab vaqfi ninki qo'llashi va support qilishi bilan 10 kishidan tarkib topgan shu 5 fevral G'ulji inqilobini qazish, to'plash, ratlash guruhidagilarning izchil tirishchanlik ko'rsatishimiz natijasida bu bir projekt deb qarayman. Men bu bir projektni teamwork qilib ishlash orqali bitadi. Teamworkning kuchi shuncha kuchli ekan, men buni o'rganish qildim. Shu kitobimizda biz sosyal mediaga bu qizish, to'plash, ratlash haqida murojaat chiqargandik. G'uljilik qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi uchurlarni berib, job forumda uchurlarni to'plab
bu ikki kitap qilib bir projekt sifatida chiqardik. Buning uchun Ilim Ashraf Bahbiga chuqur rahmatimni bildiraman. Demak, bu ikki kitap Zərlik Chekimlik və Eydiz kenti deb atalgan bir şəhərning qanday qilib inqilob shahriga aylanganligidan iborat 10 yillik tarixning majmuasi. Bu bir mundaq aytganda hujjat xarakterlik bir projekt. Bu kitoblar bo'lgan vaqtida Xitoy hargiz 200 metr yerga bir tekshirish punkti qurdim. Mandaq nuklear qurollarim bor. Dünya bo'yicha mandaq kuchlik men Shinjongda bexatar rayon barpo qildim deb dalanmaydi. Chunki bu kitoblarimiz orqali albatta 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz bekchiq. Bildiganlarimizdan xalqimiz kelajakda texim nurg'un narsalarni yozadi, lekin bu paketlar orqali kelajak ajdodlarimiz, avlodlarimiz Xitoyning yoqasini siqidi. Qani bizning bu qirg'inchilikdagi bu odamlarimiz nakatdi, bu diniy zotlarimiz nakatdi. Bu bir namoyishga chiqqanligi uchunlam o'lib ketgan, qirilib ketgan, muddatsiz kesilganlarning buningki so'rg'ini berib Xitoyning yoqasini siqidi. Shuning bilan Xitoy mangu tinch xotirjam bir rayon barpo qilolmaydi deb o'ylayman. Bu jarayonda men bilan izchil hamkorlashgan Avstraliyaning Adelaide shahrida yashayotgan Sayfiddin Shamsiddin akaga, Ilim Ashraf Bahbining raisi Jurat G'uljaga, undan keyin shu 10 kishilik guruhdan barliq xodimlarga, mana shu birinchi kitobimning yozishimga jiq meni uchur paketlar bilan ta'minlagan shu suhbatimizga qatnashayotgan Abdushukur apandiga, undan keyin dunyoning har qaysi joylarida bu kitobni setishga moslashgan xodimlarga, ovozli uchurlarni yozib ratlab berish uchun men bilan hamkorlashgan, untinsiz xizmat qilgan, hech qanday ismini oshkorlamagan nomsiz singillarimga hammasiga bu yerda rahmatimni bildiraman. Rahmat, hurmatli Gulshan Abduqodir xonim, yaxshi ahamiyatli bir ishni qildingiz. Uni bo'lib ikkinchi yaqinda nashr qilingan kitobimiz bu G'ulji qirg'inchiligining bilinmagan, hozirgacha anglanmagan, oshkorlanmagan nurg'un tarafdan o'tirib chiqishning tarixiy bir rol bo'ldi deb qarayman. Xo'sh, rahmat. Hurmatli Abdushukur apandi, siz endi shu 5 fevral G'ulji inqilobining oldida boshlanishdan burun bo'lsin, keyin bo'lsin, siz maxfiy shu tashviqot xizmatlari bilan shug'ullanasiz. Sizga ma'lum, masalan, Xitoy hukumati 97-yili shu 5 fevral G'ulji inqilobi yuz berib, 2 oydan keyin e'lon qilgan shu nimaning xarakterini bekitib, bu harakatning xarakterini bekitib e'lon qilgan maqolasida 5 fevral G'ulji voqeasi bir uchun qonunsiz unsurlarning urush, chiqish, bulash, ko'ydirish zo'ravonlik harakatidan iborat dedi. Ya'ni maqsadsiz hech qanday bilim yo'q. Buning maqsadi o'ldirish, ko'ydirish, bulash, chaqish. Siz buni qanday qaraysiz? Masalan, siz tashviqot, maxfiy tashviqot ishlar bilan shug'ullanasiz. Bu maqsad nima edi? Ko'chaga chiqib to'kilishdiki, bu g'oya nima edi? Maqsad nima edi? Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Bugun sizlarga o'xshash qimmatli qarindoshlarimiz bilan mushu suhbatga hozir bo'lganligimdan xush bo'laman. Alloh butun hamdisonlar rahmatlar bo'lsin. Endi buni gapni boshlashdan ilgari ozroq tarixni keyingiroq surib so'zlashga to'g'ri keladi. Mavzuning siyosati, mavzuning degan Xitoy o'lgandan keyin 80'lardan keyin uning siyosatlarida o'zgarish bo'lib, Xitoy bozor egaligiga qadam bosgandan keyin iqtisodda jonlanish, o'zgarishlar bo'ldi. Xalqning turmushida o'zgarishlar bo'ldi. Shu natijada Uyg'ur xalqi bilan Xitoy xalqininki o'rtasida iqtisodiy farqlarda zo'r o'zgarishlar, yuksalishlar bo'ldi. Ondan keyin chegaralar ochildi, savdo tijoratlar jonlangan bo'ldi. Shuning bilan Uyg'ur xalqining chet ellarga chiqib kelish ham bu bo'layotgan iqtisodiy faoliyat jarayonlarida ko'zmi ochildi. Ko'z ochilib Uyg'ur xalqi o'zi bilan tajovuz Xitoy o'rtasidagi farqning kun sari zo'rayotganligini, o'zining bir ikkilamchi bir bichara bir millat ekanligini, ya'ni hokimiyat berishdagi millat emas, balki bo'ysunuvchi bir boshqariluvchi holatda turayotgan bir millat ekanligini asta sezishga boshladi, bilishga boshladi. Masalan, 80'li yillarda ma'arif sohasida
Muşu her qaysı mekteplerini yenilegan vaxtıda Uyghur mektepte yanıla kona aşında yamgoyas ötep gittiğin halet idi. Ama Xitay mektepler günden günge simot kurulmalı kılıp, nait haybetli kılıp yaslavattattı. En addisi bu marifdeki bir perikte. Onundan keyin ictimai turmuşumuzda ana aşında perikler zor iş başladı. Bu jarayonda xalqimizning ko'zi ichilib, ko'zi ichilib bu farqlarni to'nidi. O'zini izlash boshlandi xalqimizda. O'zini izlash boshlandi. Abi Gülşen kardeşimiz degandek Xitoy bu Uyg'ur yoshlarining turkumlab ko'payayotganligini ko'rdi. Masalan, yakshanba kunlari bozorlarda 10, 20, 25, 30 aşında uyur balla meydanlarda deminişlerde aşında turadi. Sap yaş balla 40 bo'lgandek yaş balla kostyum burilib kelgan şu kadar chiroyli turishadi. Xitoy buni ko'rib, mushundan bir vahim his qildi. Şunun bilan Xitoy abay Gülşen kardeşimiz degandek muşu zaharlik çekinlikni keng doirada Uyg'ur xalqining ishiga kirib Uyg'ur yoshlarimizni muşu yo'lga boshlab mushuni bilan nobud qilishga tutish qildi. Masalan, eng oddiysi G'ulji shahar Baxt aholi komitetida 96 yildagi bir statikada vaqti men rayon ishga bilma 96 yildagi bir statikada bir aholi komitetidan o'lib ketgan yoshlarimiz bir yilda 67 yetgan ekan. Yaşlarımızdan benim muşunda aktamak bilen veyran bu kitaplarını kögen mayli ziyalarımız, mayli dinli zatlarımız, mayli vicdanlı, imanlı kıyırındaşlar hemisi muş sahada kayıt uyunuşa başladı milletin takdiri üstüde. Yaşladı mı gruplara bölünüp de ailelerde 10'dan 20'den aşında grup bulup öz takdirimiz hakkında izleniş başlandı. Bazıda ten terbiye bilen şug'ullanıp milletin sapasını, ten salomatligini yaxshilashga tutish qildi. Mushu jarayonda nurg'un gruplar maydonga keldi. Keyin Xitoycha deganda bundan ansirab har qaysi futbol maydonlarida suv quyadigan u yerlarni traktör bilan og'diradigan mana shunday faoliyatlarni qildi. Ondan qarindosh bu 80 yillarning oralig'ida bo'layotgan ishlar. Ondan keyin qarindoshlarimiz bizningki an'anaviy o'zimizningki madaniyat qurumimizdan birisi bo'lgan maktab, ya'ni maktab bir oilaviy maktab, inson tarbiyalaydigan bir maktab bo'libmi shimolda umumlashgan bir maktab, madaniyat maktabi. Mana shu omildan foydalanib qarindoshlarimizni qutqizib oldigan, ularga axloq tarbiyasi ilib boradigan, jasorat tarbiyasi ilib boradigan mana shu yo'lni tutdi. Mana shuning bilan G'uljida ili viloyatida mashrab umumlashdi. Ammo bizning qarindoshlarimiz bir narsaga muhtojdi. Ya'ni bir ulug' to'g'ri nazariyaviy asos mustahkam bo'lgan bir ideyaga, bir yo'lga ehtiyoji borligini bilindi. Şunun bilan bu yerda Abduhalil qatorli qarindoshimiz 5 fevralda qarindoshlarimizniki bu boshqurg'uvchi sifatida, ya'ni yo'lboshchi sifatida o'tirg'i chiqqan bilan parda oqisida bo'lsa, bizningki munavvar ziyolarimiz bilan isil dinniy zotlarimiz quchoqlashib birlashgan, ular birlashib planlagan ulug' bir harakat shu vaqtdan tortib boshlandi. Bizningki dinniy zotlarimiz bu ulug' bizning isil ziyolarimiz buning programmasini zodi buni qanday harakat qilib boramiz. Bu yo'lni qanday ifoga vaqti muvaffaqiyatli bo'ladi. Mana shu narsani nayt qalla qatirib ubdan planlab chiqdi. Ammo lekin aytgan vaqtda shu davrdagi sharoit tufaylidan biz shu ustozlarimizdan dars oldik. Men shaxsan 5 yil dars oldim. Ammo men shu 5 yil jarayonida men dars olayotgan ustozning ikkinchi bir qarindishimizning dars olganini bilmaydim. Ular ashtaq o'rlashtirgan. Ben mesela Perşembe günü barattım. Yeni bir qerinçimiz qaysi günü bardı biz bilmaymiz. Ana aşında planlab turib yoshlarning ichidan mushu tashviqot xizmatini olib boralaydigan mushunda qarindoshlarimizni mushunda ekilib ularni tarbiyalab anandan keyin mushu xizmatni olib borgan. Endi bizniki tashviqotimizdagi qaraydigan bo'lsak, mehribon Alloh bizga Qur'onni
tushirib berdi. Ya'ni mushu Qur'onni tutsanglar, sizlar ikkili dunyoda sharaf qozonasizlar, hidoyat topasizlar, ezib ketmaysizlar dedi. Endi bizning xalqimiz bo'lsa, so'stav bilan islom dinidagi xalq bo'lganligi uchun xalqimizning falsafa, dunyo qarashlariga başdan oxir islom dini o'zining tamg'asini bosgan, o'zining tamg'asini bosgan. Demakki, bizning xalqimizda islom o'zining ideyasi, islom dini o'zining tamg'asini bosganligi uchun shu islom orqali, ya'ni şu ulug' Allohning kalomi orqali insonlarni to'g'ri yo'lga yetakligini bo'lganligini, to'g'ri ko'z qarashga, ulug' bir ideyaga ekagini bo'lganligini bizniki bu ziyoli qarindoshlarimiz, dinniy qarindoshlarimiz tunib yetganligi uchun mana shu islom dinidan suv ichgan ulug' bir ideyani bizga o'rgatdi. Mana mushu yo'l bizni qutuldirib olaydi dedi. Amaliyotdimi, heliqi aqtamak chekayotgan, heliqi tushkunlashib ketgan, heliqi buzilib ketgan bolalar endi mo'jiza xarakterdek ben şunaqa şahit bo'laman. Alloh turibdi, insonlarni bu yo'l ajoyib o'ngishdi, ajoyib isloh qildi. Biz go'yo bir oilaning bolalardek shu qadar inoq, shu qadar ittifoq bo'ldik. Demak, bu yo'l bizni shu yerga oldi. Xuddi men dunyoda bir mo'jiza ko'rgandek, mana hozirmi ko'rdimki, ana shunday ittifoqlashgan, ana shunday inoq bo'lgan, haqiqatan payg'ambar alayhissalomning sahobalari bu o'xshash insonlarni men ko'rdim, hayotimda uning shohid bo'ldim. Hatto turmaga kirgan vaqtimda shu qarindoshlarimiz bir jinoyatni talishib qilib, bu jinoyatni Ahmad qilmadi, bu jinoyatni men qildim deb, ya'ni ash qarindishini kesilib ketishdan, uning nobud bo'lib ketishdan ansirab, o'zini nobud qilish badiga uni saqlab qolish taraflarda bo'ldi. Biz mana shunga shohid bo'ldik. Shuning uchun bular bizning shu ziyoli qarindoshlarimiz, shu dinniy zotlarimiz, ulug' isil insonlar bizga shu programmani tuzib berganligi uchun shu program bilan el xalqini uyg'otdik. Butun sorunlarda aroq tamoman yo'qoldi. İlgili insanlar, ben Müslüman deb qo'yadi, vaqti kelsa aroqni ichaveradi, yana jumaning vaqti kelsa namozga boradi, yana namozdan vaqti kelsa yet namozlarga berib qo'yadi, ammo o'zini musulmon deydi. Demakki, bizniki musulmonlik ko'z qarashimizga nurg'un xato omillar singib ketganligi uchun garchi qo'limizda muborak Qur'onni ko'tarib yurgan bilan biz yana nejiz tajovuzchi Xitoylarning qo'l ostida xor bo'lib qoldik. Bu nima uchun? Bizniki şu suyumlik ziyolilarimiz, suyumlik şu dinniy zotlarimiz bizga mana shu nuqtani ro'shan ko'z tutadi. Aslida biz islom dinida deb yurgan bilan ammo Xitoy o'zini Amerika Xitoyni qo'llaydigan munofiqlar, ya'ni siyosiy kengashning munofiq mo'minlari, shayton uchib birlashib bizga islom dini deb bir Xitoylashgan bir narsani kallamizga so'ndirib qo'ygan ekan. Bizni mana shu uyqudan mana shu harakat uyg'otdi. Mana shu islom dini degan manda din ekan deb biz buni tunidik. Asli islomning ro'yi bo'yicha bo'lgan vaqtida tajovuzchi Xitoy bizning zaminimizga birinchi qadam ilib kirgan kundan tortib uningga qarshi turish uni bizga farz qilingan ekan. Biz buni bilmay tajovuzchi Xitoyning oldiga bizning ota bobolarimiz haqiqatni bilmaganligi uchun non choy to'qashlarni ko'tarib ularning oldiga chiqib qarshi olgan ekanmiz. Uni bizning hukumatimiz, bizning dushmanimizni bizning hukumatimiz deb to'niganligimiz uchun, uning bo'ysunganligimiz uchun islom degan nima? Faqat namoz o'qisang, ro'za tutsang, zakot bersang bo'ldi. Hokimiyat bilan chatqin bo'lma, mushnaga yo'l qo'ysinlar shu islom deb manda kallamizga singdirib qo'yapti ekan. 5 fevral harakati, ulug' harakat mana shu narsani to'nitdi. Islom degan undan narsa emas. Faqat bir Alloh bor dunyoda. Uning butun dunyoning hokimiyat egasi Alloh. Uningdan boshqa, ya'ni boshqa ishchi boshqaruvchi yo'q. Deyish orqali Xitoy tajovuzchilarininki hokimiyatiga eng qattiq peshvoatdi. Biz shuning bilan tunidik. Shuni ilgari biz uni hukumatdan cho'ng bilib, nodonlikdan, ahmoqlikdan uni cho'ng bilib, namoz o'qishga ruxsat qo'sh bilib yuravergan ekanmiz-da. Demakki, mana shu harakat orqali bizning ashu isil ustozlarimiz bizga buni tunitdi.
Biz anaki muşu təbliğ asasında xalqimizga mavu təcavüzçi, bizden düşmanımız, bizden ilgimiz Allah, Allah'ın kanunu bizge hesap, ma təcavüzçi Xitayning kanununu biz itiraf qilmaymiz, biz bunu tanımaymiz. Deb tunji qitim Xitayning hakimiyetiga peshvo atdik. Xitayning kanununu tunji qitim bir tingamida tashladik. İtaatni ayırdık. İtaatni ayırыңlar. Nima itaat degan? Faqat Allohga bo'ysunman. Ey Xitoy, sana bo'ysunmayman. Sen bir tajovuzchi, sen bir o'g'ri, kazzab. Deb bizning odamlarimiz mana bunday shaklda uyg'ondi. Haqiqatni tunidi. Chunki xalqimiz so'stov bilan islom dinidagi xalq bo'lg'achqa, xalqimizning ideyasiga singib qolgan aslidagi xato mujmal shaytonning ko'z qarashlarini avdirib tashlamay to'g'ri yo'lga kelolmaydik biz. Shuning bilan xalqimiz ada nima lakum dinukum valiyadin dedi. Nima? Sen o'zingning yo'lda manga tajovuzchi, siz Xitoy, sening qonuningni biz tanımaymiz. Biz o'zimizning yo'lda mangamiz. Bizning qonunimiz Allah. Allah'ning qonuni bizning qonunimiz. Bu zimin bizning ziminimiz. Degan mana mushu ideya, mana mushu ruh 5 fevral inqilobining eng ulug' ruhi. Mushu ruh bundan keyinmi ana shunday o'zining nurini chechdi. Bizning shu ustozlarimiz belgilab bergan yo'l, ko'rsatib bergan yo'lninki naqadar to'g'ri ekanligini biz qildik. Ustozlarimiz yani bizga shunday dedi. Bu inqilob nuqul bir inqilob emas, nuqul bir siyosiy faoliyat emas. Bu eng ulug' katta ibodat dedi. En ulug' katta ibodat. Chunki Allah bizga farz qildi. Farz qilgandan keyin bu katta ibodat. Xo'sh, bu ibodat bo'lgan. Mushu ibodatni bijirayotgan har qanday odam bu ibodatni Allohning roziligi uchun qilish kerak dedi. Biz mana shuni tashviq qildik. Anandan keyin mushu ibodatga qatnashgan har qanday bir inqilobchi o'zimizdan qeyrindishi deb bilishimiz kerak. Ta ashna haqiqiy biz qeyrindosh demakchi biz Allohning roziligiga erishmaymiz dedi. Bu nima degan katta ulug' ideyalar bu. Mana shunday ulug' ideya chet ellarda bugun ki odamlarning kallasida bo'lmaganligi uchun mushu kallamizni taqash mushu ulug' ruh bilan qurollantirmaganligimiz uchun butun fitna fasodchilar, butun maynatchiliklar, hasadxo'rliklar, ishchi yomonliklar, bo'lgunchiliklar ishimizni teshib yetyapti. Shuning uchun mushu ekran orqali men deymanki 5 fevral milliy uyg'onish harakati o'tib ketgan bilan, uning faoliyati o'tib ketgan bilan eng ulug' angushlar uning ideyasi, uning ruhi. Buni o'ltirib qo'ymasligimiz kerak. Buni bugungi kunda kuchliga. Bugun men doim nurg'un tabliğlarimda, nurg'un nutqlarimda yana deyapman. Bu ibodat, ulug' bir ibodat. Bu kurashga har bir odam ibodat qilayotgan eng katta g'azlar. Bularni hurmat qilishimiz, bularni sevishimiz, bularni xatoliklar chiqsa, chiroyli o'ziga nasihat qilib deyishimiz kerakki, to'rlarda bularning chavuzini chiqib, mana ishni qilmaylik. Bu bir ibodatning ustuvratimiz. Har bir ibodatningki o'ziga ahkomi bo'ldi. Bu ibodatning ahkomi bo'lsa, Allohning roziligi uchun qilish kerak. Bu ibodatning ahkomi ibodatga qatnashgan har bir odamni cho'qim qayrindishini deb bilishimiz kerak. Mana 5 fevralda mushu ideya ashunda yildiz tatqanligi uchun biz haqiqatan qayrindosh bo'lgan. Rahmat Abdushukur efendim, nayt yaxshi. Endi birozdan keyin fikringizni olamiz. Xuddi siz deb o'tgandek, bu Xitoymi degan bu bir o'chim kishilarningki mana shunday ongsizlarcha hareketida amaliyotda boy siz nayt yaxshi sharhlab o'tdingiz. Buning aniq g'oyasi, maqsadi bo'lgan, nishoni bo'lgan, nayt tashkillik bir ommaviy xalq harakati ekanligini nayt yaxshi yo'ritib o'tdingiz. Xo'sh, endi biz kelayli 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi mezgilida G'ulji shaharlik Dömmeli Saqchixonasining saqchi xodimi bo'lib ishlagan Baxtiyor Shamsiddin xonim efendim, siz masalan shu siz ham qonun sohasida ishlagan shu vaqtda bu shu 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi Aganda bu qonun sohasida bu qanday uqtirildi sizlarga? Qanday vazifa topshirildi? Buning ichki qismida qanday ichki uqtirishlar bo'ldi masalan? Qanday ichki uqtirishlar tushirildi? Siz shu voqea bo'lgan vaqtida siz o'zingiz bir Uyg'ur sifatingizda nimalarni his qildingiz shu vaqtda? Shu vaqtdagi bir taassurotlarningiz. Assalomu alaykum. Bütün şu yig'in qatnashayotgan barliq qarindoshlar.
Ondan keyin o'rlashtirganlarga ko'pdan ko'p rahmat. O'sha 5-fevral voqeasini to'ntirish uchun qo'llagan faoliyatlarga. Hozirgi siz degan nuqtaga kelishdan burun men yuqorida ikki qarindishimiz nihoyat tafsiliy bu 5-fevral voqeasidan kelib chiqish sebeplari, uning taraqqiyoti, bu narsalarni so'zlab o'tdi. Buni qaytib qo'yay, men Mashrab voqeasi to'g'riliq ko'p narsa takrorlamayman. Mashrab voqeasi yuqori qarindoshlar degandek, Mashrab Xitoy tarafdan cheklanib, futbol maydonlari ag'darilgandan keyin 1995-yili 8-oyning 14-kuni bu shu kundan avval bu Mashrabniki qurg'uvchilarni Xitoy tutqun qildi, so'laydi. Shundan bilan qolgan qarindoshlar bunga qarshi namoyish o'tkazdi. 8-oyning 14-kuni bir cho'ng tutgan namoyish bo'ldi. Bu namoyish ko'p matbuotlar tilga ilinmadi. Buni unutib qolmasligimiz kerak. Bu namoyishmi tinchlik berildi bo'lmasa, Dongma'dan bir narsa qo'shimcha qilib qo'yay. Dongma'da Gullik masjid namoyishi. Shunaqo sizning da'vatqaningiz. Yo'q, shu shaharlik partkomning oldida bo'ldi bu. Namoyish shu konsulning oldidan, ya'ni shu konsul ko'rsatib deb berildi. Shaharlik partkomning, nima shaharlik dedim, oblastlik partkomning oldigacha bo'lgan yo'l oldida ib berildi. Bu bolalar namoyish chiqib Shu mening bilishimcha Abduxelil Mejitni tuyuqsiz Mashrabdan qo'lga ketgandan keyin Abduxelil Mejitni qo'yib deb ondan keyin 8-oyning 14-kuni Dongma'dagi Gullik masjidning oldidan Abdushukur hojimninki shu Abdushukur hojim bilan ko'rishib, bolalar ashadan boshlaydi-ku deyman. Undan keyin shu yerdan boshlab bu oxirgi Xitoy tarafdan bostirilgan yeri shu konsulning oldida partkomninki atraf shu yerda Xitoy nurg'un qurolli soqchi askarlarni kelib bostirdi bolalarni, asosli ko'p qismini tutdi, taqib o'tdi. Bu yerda bir cho'ng bostirish bo'ldi. Undan keyin bular bostirib bo'lgandan keyin bularniki har birini turmalarga nurg'un shu oblastlik turmaga, shaharlik turmaga Xitoyda so'laydi, bularni so'roq qildi. Hatto shu har bir mashrablarningki qatnashuvchi a'zolarini tortib har birini so'roq qilib, bularning hammani Xitoy surishtirdi, so'laydi. Bir qattiq bostirish harakati bo'ldi. Undan keyin yoshlar bu mashrabga o'xshash tashviqot faoliyatlarini maxfiy olib bordi. Esimda bor. Maxfiy olib berib, undan keyin 97-yilning 5-iga kelganda yana tutqun qilish boshlandi ularning orasida. Undan keyin Xitoy hukumatı ya'ni 2-oyning 5-kuni bu bolalar namoyish chiqdi deganda Toshko'ri kesidan chiqdi. Chiqib hozirgi shaharlik qatnash oldidan o'tib viloyatlik partkomning oldiga borganda shu 300 necha bolani bu Xitoyninki alayda soqchi to'plangan bostirish qismlari bularni bostirib osmonga yerga o'q otdi. Ba'zilarning fotografiyaga bolalarningki bularni yig'ib hammani tutib akitdi. Aketgandan keyin undan keyin shaharlik soqchining oldida ya'ni shu tashlabga undan keyin bo'yni kesik bu o'ttirliqda qolganlar namoyish qildi. Qolgan bularningki nimalari bularning do'stlari, akinlari, urug'tuqqanlari namoyish qildi. Undan keyin ham bu kun ham Ramazonning 27-kuni, Shvi Qadr kuni, Ramazon ro'zitga oz qolgan vaqt, bu vaqtda butun sahrolardan G'ulshariga yetib kelgan nurg'un odam bor edi. Bu yerda qiyirlar va ayollar va boylar va bu odamlarmi bu nima ishlayotgandi deb bu yerda bo'lgan ishni ko'rish uchun yig'ildi. Shundan keyin ko'p odam to'plandi. Tushdan keyin bo'lganda 5-fevral bolalarni tutib bo'lgandan keyin. Undan keyin bu namoyish ya'ni shu kundan tortib Xitoy sirtdan Xitoy Qozog'iston bilan bo'lgan chegara mudofaa kelishimiga asosan bular askar turg'izmaymiz degan bilan, ammo asli askar bular qurolli soqchi qism deb qo'ydi, ammo haqiqatan Xitoyninki ozodlik armiya qismlari bularni yo'tkab akirdi G'uljaga 5-fevral kuni tushdan keyindan tortib. 6-yil kuni aytganda Bejingdan Xitoyning davlat mudofaa ministrining bir ixtiva jallab ismini unutib qoldim. Shu keldi maqsadlardan 6-yil kelib, undan keyin 6-yil tushdan keyin undan keyin Xitoy bularga rasmiy bostirish berdi. Bu vaqtda Xitoy o'q chiqirdi. Bu yerda nurg'un bolalar qochqini qochdi, qutuldi, o'lganlar o'ldi. Ammo
bu vakalarniki hemen emasda, mesela abayaqqa kimni paratkamdan pointga kelsak, mushu vaqa bo'lishdan avval ba'zi bu ishlarni odamlarga xiyolga solib qo'ydi. Bo'lishdan avval, ya'ni 1 hafta burun bütün mushu milliy saqchilar, hamma bütün Xitoyninki bütün saqchilarninki bu qurollarni tekshiramiz, ingliz inspection deydi bu. Tekshiramiz deb buni yig'ib oldi. Yig'ib oldi 5 fevral kuni bir kun burun taqib berildi, ama Uyg'urlarga taqtilmaydi endi. Uyg'ur milliylarga taqtilmaydi. Ham 5 fevral kuni aytganda şu vaqtda bizga shu vaqt telefon kelib, mushu nimaga jiddiy kasun shaharlik nimaga saqchiga dedi, bordiq, borsak, jamimizni mashina soldi, nimaga ketdi mana shaharlik qamoqxonaga turmiga. Bu yerda mishada turishlar, mishada nurg'un odamlar tutilyapti, mishada so'roq qilishlar dedi, qarsak, u yerda birli biz emas, butun mushu taftishning odamlari yo sotning odamlari olsun, ondan keyin ba'zi bir hukumat ishlaydiganlar olsun, bularning hammani yig'ib olgan butun milliy Uyg'ur kadrlarni. Shundan 5 kuni tushdan keyin tortib nurg'un odam tutib keldi bu yerda. Nurg'un bizning yoshlarimizni mushu harbiy mashina bilan harbiylarga bizlarga nima deymiz, jo'to'ning sepidamdiq buni taqtirga bularga taqtib tutib urishga buyruq qildi bularni 5 kuni yo 6 kuni. Bu qamoqxonaga olib kelinganlarning hammasi degidek bosh ko'zlari yeroq bularniki, bunday aytganda sirqi yo'q. Ba'zilarning futbolları sundurib aytgan yo'g'on qaltaklar bilan. Hatta bosh so'nglarini urib chiqib sundurib aytgan ishlarni ko'rdik. Hatta bütün mesela ba'zi bir matbuotlarda shuni men aniq bir deb qo'ymoqchi, bu tutilganlarning soni to'g'ri aytib cheklik sonlarini yozib qo'yibdi. Shu vaqtda bizning ko'nglimizda odatda bir kamerada jiqib ketsa bir 8 odam yotadi. Ama şu 5 fevral şu vaqadan keyin shu kunlari 30dan 40 odamni patqizdi. Hatta shu vaqtda bunday aytganda o'tirgan yeri yo'q, o'rtug'an bütün bolalar tiqib etgan. U G'ulshaharlik turmaning ichida G'ulshaharlik qamoqxona va undan sip tutib turish o'rni va buni ichilari to'shib, qishning kuni mushu so'g'oq qattiq so'g'oqda Xitoyning askarlari bütün bolalarni tizlandirib, yayga o'tqazib qo'yib, şu vaqtda beshiga nim bilan jo'to'ning sepi bilan urayotganda biz berib bütün askarni oldi turgandan keyin bu askarlarga azroq qarshilashib olgandan keyin şu vaqtdagi oblastning boshlig'i bir qozoq odamdi. Shu kelib bu yer u azroq bir siyosat so'zlab bu turmaga kirgan asirlarni urush bo'lmaydi deganda qildi, ama askar o balki ularning gapini anglaydi. Ular o'zining bilganini qildi. U yerga yig'ib olgan o milliylarni ba'zilarini bir haftagacha, ba'zilarini umumiy 10 kungacha shu yerni shuning ichida saqlab turdi, chiqarg'izmaydi. Darvoza taqib chiqolmaymiz. Shu vaqt tomoq shuning ichida yetib qolibmiz. Chiqqanlarning ichida ham bundan hukumat ansirash ustidan qilganmi shular tushundik buni. Undan keyin tutilgan odamlarning soni jihatimi bu G'uljadagilar bilsizlar, oblast turma, undan keyin shaharlikning turmasi bor. Har bir noyalarda birdan turma, har bir ma'u Xitoyninki yezilik diviziyasi, armiyasi, bularning Bengtuan deydi Xitoycha. Bularning har bir Bengtuanda birdan turma bor. Mushu turmalarning hammada, men deb o'tgandek, har bir kamerda 30dan 40 odam so'lindi. Hatta qatmay o'yinlarga yapqizib bularni. Bularning nurg'unlari o'ldi, nurg'unlari miyib nakab chiqdi. Undan keyinmi mushu vaqa qatnashgan deb har bir qatnashgan bizning qarindoshlarimizninki oila taobatlari, do'stlari bularning hammani, ya'ni kezib chiqib yo'qotish harakatini olib bordi bular. Undan keyin shu yuqori qarindoshlar degandek xalq uyg'onib bu mashrab vaqasidan keyin nayt yaxshi bir musulmon Uyg'ur qiyofatiga kirgan, ama shu kuni tutilgan dema masalan ichinishlik bir ahvol bor. Bir mashinada o'sha askar mashinasida bütün qizlarni to'pto'piga besib akyapti. Bu qizlarniki nechisiniki bosh terisini yulib atgan askarlar.
Yani beşinci yağlıkını alsa degende, yağlıkını almayma degen, bununla Xitay askerleri urup turup, beşinci terisini julub etken. Bushta ahvollarni ko'rdik. Ya'ni hozirgacha Xitoy hukumati shu 5 fevralda tutilganlarninki hozirgacha qo'yayotgan yeri yo'q. Yana shularni surishtirib qilyotdi. Buni biz mana chiqqandan yoq tashviq qilib qilyapmiz. Shunga butun xalqninki bu ochiq aslilarni unutmasligini umid qilmay hozircha o'sha ichida yana boshqa savol bo'lsa javob bersin. Rahmat Baxtiyor efendim. Ahırda bir soru olay, yani şu saqçılık hizmetimizin taşlap, bu chet elga chiqib ketishimizga sebepçi olan en asas omil qalsanızga en qattiq ta'sir qilgan bir voqea. Ovoz yechasiz. Ha bo'ldi. 5 fevral voqeasi bo'lishdan burun bir mashra voqeasi bo'ldi. Buningda bir Xitoyniki aktivistlarni ko'rdik. Undan keyin ya'ni bizning oilamizda dadam Sharq Turkiston Cumhuriyetininki shohidlaridan birisi. Dadamdan nurg'un bu tarixiy masalalarni biz anglab kelgan, bu jihat tarbiyalangan. Bo'libmi 5 fevral voqeasi bo'lgandan keyin bu Xitoylarning qanchalik razilligini ko'rdik hamda. Bir ikkinchisi 5 fevral voqeasiningki oldi keyinda xalqninki o'zaro ittifoqlashsa bir g'alaba bo'lganligiga ishondik. Vaqt bir xil umid butun o'zidagi yoshlar uyg'ondi, nihoyat cho'ng harakatlar keldi, nurg'un harakatlar yuz berdi. Bundan çok umidlandik. Asoslikda Xitoyninki shu qilgan qilmishlaridan bunday aytganda qanday qilganda bu millatga bir xizmat qilgan bo'ldi, qanday qilgan bu vatan uchun bir ish qila olamiz degan narsa kalamga kirgan vaqtida undan keyin Xitoyning bu qilganlarga nima qilib bu kim Zubayra xonim bo'ldi. Ba'zi bir bolalar bilan yaqin munosabatda bo'ldim. Hatta ba'zilarini nima qilgan yerimiz bor deb yo'shirib bolalarni qilib yurgan. Chunki bu 5 fevral voqeasidan keyin gap uzrab ketdi. Bu İbrahim İsmail voqeasi degan voqealar bo'ldi. Bu vaqtlarda ba'zi birlarga yordam berdik. Keyin undan keyin bu oshkorlash tartibi bo'lgandan keyin ba'zi bir bolalarninki tavsiyasi bilan boshqa adres, boshqa informationlar bilan maxfiy pasportimni ishlatdim. Maxfiy pasportni. Undan keyin bundan bir ma'lum bir bizdan qarindishimiz bunga yordam qilgan. Bundan qo'shib chiqdim. Chiqqandan keyin hozir shu ichimdagi ochiq hamda shuni bir digim bor. Shu menga yordam qilgan, shu bechora ayol kishini men chiqib ketgandan keyin shundan chetilgan yordamni tutgan, keyin oldim bu gaplarni. Hatto u qizning qo'sqidi bo'lsa uni urib tushiribdi. Xitoylar akirib urib. Shunga bular bizdan amal yo'q, ko'nglimizni ochiq chekdik. Shu sababli. Ondan keyin chiqqandan keyin bu Qirg'izistonda siyosatpana qildim Birlashgan Millatlar Tashkilotiga. Shundan bana Yevropa keldik. Rahmat Baxtiyor efendim. Bayım deb o'tdim. Baxtiyor efendim chetlarga chiqqandan keyin shu Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashiga eng iltifotlanishayotgan bizning vatan parvargarlarimizning biri. Bayım deb o'tdim. Shu Gollandiyadagi tunji Uyg'ur tashkilotini shu buning boshlanishida qurgan. Xo'sh, hurmatli Zubayra Shamsiddin xonim, endi siz bayım deb o'tdim. Siz endi 5 fevral bo'lja inqilobining eng cho'ng shahid oilalarining biri endi. Bu voqea yuz bergan vaqtida siz Avstraliyada turayotgan vaqtingiz. Siz masalan shu inalaringizning shahid bo'lgan, tutqun qilingan liqmushi xabarlarni olgan vaqtida siz bir qanday hissiyatga kelgandingiz shu vaqtda? Assalamu alaykum. Bugungi mushu bir hem içinishli hem ma'nilik mush kunni o'rinlashtirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga oldi bilan rahmatimni aytaman. Undan sirt mushu birga so'zlashib bo'lgan qarindoshlarim bilan bugun mush kunda bo'lganim uchun o'zimni faxrlik his qilaman. Oldi bilan mushu ekranning oldida ko'rayotgan ham shundaqla mushu ulug' Qo'lchi inqilobininki shohidlari bo'lgan, shu sababli oilalardan ayrilgan, yo'qolib ketgan, o'lib ketgan, shahid bo'lgan
Ta hozirgacha turmalarda azob chekayotgan shu oila, shunday qarindoshlarning alohida ahvol so'rayman. Ham butun o'lib ketgan shahidlarimizniki nomiga hatto hozirgi shu kunlardami Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deb shu ikki qiz bizning iymoniy kalimamizni aytib bismillahni o'qib shuni qilish sababi bilan vayron bo'lib ketgan oilalar shundaqli qarindoshlarımızga yana bir qitim hissdoshligimni ularga cheksiz hurmatimni bildiraman. Ham shu fursatdan foydalanib butun dunyodagi Uyg'ur xalqim Sharqiy Turkistonliklar bilan bizning vatanimizning hurligi, erkinligi uchun shahid bo'lganlarning ruhiga so'rib Fatihani o'qib duo qilishini umid qilaman hozirgi shu vaqtda. 1 minut vaqtni berib ketgan shahidlarimiz uchun sukutni talab qilaman. 1 minut sukut qilsak. Gerçi Gulcu inqilobi bo'lgan 24 yil bo'lsa-mu, bu menga bir naytdi ichinishlik. Chunki 24 yil men tunugan 24 sekundning ichida bo'lgan ishdek kallamdan ketmaydi. U vaqtda men Gulcu vaqasining bo'lganligi aniq shahid bo'ldim. Hozir men qarindishimiz Abdushukur Baxtiyor degandek bular u yerda nemish bo'lganning haqiqiy shahidlari. Ammo mening oilamda bo'lgan ahvollarningki nimasida bu Gulcuninki bo'lgan bu qirg'inchilikning nima darajada ekanligini aniq. Demak, men bugun bu yerda asosli deydiganim bizning Uyg'ur xalqimizning beshiga kelgan bu qirg'inchilik bir ikki odamning ishi emas, bu bir millatning beshiga kelgan bir qayg'u. Mana ashunda deb tushunganligim uchun men tik tura oldim. Chunki bo'lmasa bu oson emas. Siz o'zingizning har kim o'zining beshiga kelganini biladi. Bir odam o'zining eng yaqin insonlarini yo'qotganda, eng qadrli insonlarni vaqtsiz yo'qotganda, 10 gulning biri echilmay, shunday bir yosh qarindoshlarini yo'qotgan vaqtda, uningdan keyin siz o'zingizning kim bo'lganligini, nerdan kelganligingizni, nima uchun bu qurbon berishlarning bo'lganligini his qilasiz. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, men butun shu Gulcu inqilobiga ishtirok qilgan Onun da meyli şəhid olsun, meyli g'azi olub dünyanın hər bir bulun puşqaqlab yaşayotgan hər bir qiyindaşlarından fəxrlənmə. Ularning cəsarətiga, ularning iradəsiga, ularning kuchli imani və vicdani hürriyetiga, aslında kuchiga rasmiy fəxrlənmən, həm ulardan özümni şərəf duyman. Həm şundaqla mən özümni şunda bir ailədən bo'lganligim uchun özümni bir şərəflik insan deb his qilaman. Endi gapninki asosli nimasi kelsak, men 97-yilda Gulcu vaqasi bo'lganda Avstraliyada edim. Lekin u chaqda mening ota-onam, dadam bilan opam mening yanimga meni ko'rish uchun, mening oilamni ko'rish uchun kelgandi. 2-oyning 5-kunini biz hech qachon unutib qolmaymiz. Bu haqda men bir maqolamni yozdim. Balkim o'qisanglar bo'ldi, uni inglizcha yozgan. Bultu shu Gulcu vaqasining qirg'inchiligining munosabati bilan inglizcha yozib nashr qilingan. Shunday bir maqola. Şu günü biz üçün bir ələmli gün bo'lgan. Chunki u vaqtlarda herhalde hozirgidek emas, biroz telefonlarda so'zlash mumkinchiligi bordi. Telefon orqali u yerda nemish bo'layotganligi hamma narsaga shohid bo'ldik, mundaqcha aytganda. Dal shu kuni mening singlim ig'ir oyoq bo'lib bo'shanadigan kundi. Shu Gulcuning shu vaqtgi sharoitining nimasida, shu singlimning doktorxonaga berib, shu bir ahvoldan o'tishi bir ig'ir ahvollar bo'lgan. Singlimning yanında mening hozir turmada yetayotgan Abdurazzoq Shamsiddin degan Abdurazzoq inim bildi bo'lgan ular doktorxonada berib, shu yerdagi ahvollarning hammasini shohid bo'ldik. Keyin bu voqea o'tib ketgandagi bostirish, bosqinchilik uningdan ig'ir ahvolda bo'ldi. Demakki, bu yerdagi ahvol xuddi men Abdushukur qarindishimizning bir degan gapi menga ta'sir qildi. Bizning Xitoyning o kadar əsəbiylərcə bizni bastırışımızın səbəbi o çağdakı bu inqilabni başlayan xalqımız, bulutlu yaşlarımız ular bir təlviylə emas və ya ki bir nadallar emas və ya ki heç qandaq kallası yox. Xuddi Xitoy təsvirləgəndək urub çıxıb undaq qilish emas. Həqiqi bizninki şu vətənnin egiləri ekanligimizni bilgan.
Xitayning bosqinchiligiga, tajovuzchiligiga ham shundaqla Xitayning mustamlikini qabul qilmagan shundaq bir milliy ruhning bo'lganligidan bo'lgan inqilob. Shaxsan men uni desam, buning ichida eng cho'ng ishtirokchi bo'lgan mening o'zimning inim, eng kichik inim Sadriddin Shamsiddin. Mushu Baxtiyor yaxshi biladi. Mushu G'ulja mashrabniki eng dastlabki boshlang'ich boshlaganlarning biri. Shunun qatnashgan. Hammat ikisi, Hammat mening hadamning o'g'li, mening jiyanim bo'ladi. Mening Sadriddin to'g'riliq kichik gap degim bor. Bu yerda Sadriddin 90-yilda men Shanxaydagi eng dangliq bir Xitoyning dashusini oliy maktabini bitirib vatan kelgan vaqtimda u diniy o'qishni bitirgan. Biz oilada necha bolalar, nechimiz fanniy maktablarda o'qidik, ham diniy maktabda o'qigan qarindoshlarim bor. Mening o Sadriddin inim 11 yosh vaqtida murattab qari bo'lgan, ya'ni Qur'onni to'liq yodlab bo'lgan ajoyib o'tkirdi. U kichik vaqtida boshlang'ich maktab kirgan vaqtda 1-sinfda o'qibla 3-sinfga biraqlam otib turatgan ashundaq bir o'tkir bol deyishdi. Ajoyib kallasi o'tkirdi, butun hammasi Sadriddin lo'yong debdi o chog'larda, chunki bir degan gapni ajoyib esi tutadi, undan keyin uning notiqlik qobiliyati bak yuqordi. U 90-yil men oliy maktabni bitirgan vaqtida u murattab qari bo'lib bo'lgan 12 yoshlik bola edi. Ama onun fikir nemisi o'qish bilim doirasi faqatla diniy nimdan emas. Men shaxsan o'zim bir Xitoyniki maktabida o'qiganlik, chiqaroq ma'rifat nimamni Xitoy tilida olganligim bilan u chog'lardagi qarshimda va u inimniki u qadar bir o'tkir inim xuddi bir zoyib ketib qolgandek his qilardim. Uning o'qigan narsalariga har qachon biz ikkimiz shundoq ko'nglimiz bak yaqindi, ko'p narsalar, masalalar ustida munozara qilardik. Lekin bir narsaga shu qadar qoyil bo'lardimki, onun şu kadar bir çoğun düşünceler vardı. Hatta birinci qitim Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobini u meningdan burun o'qib bo'ptikan. Men kelgan vaqtida hatta shuning ba'zi bir masalalarida Turg'un Almaslardek bizning ziyolilarimiz mana bir tarixning shundaq nimasini yaratgan vaqtda bizdagi Xitoylarningki sizlar shu Jungoning ayrilmas bir qismi deganlarni e'tirof qilib qilsak bizning xalqimizga nomus degani 12 yoshlik bolaning og'zidan chiqqan shu chog'da men hayron qolgandim. Demakki bo'g'inim shu chog'dagi mashrab harakatini boshlagan Boya Abdushukur qarindishimiz degan o'sha ahvollarning hammasini maydonga chiqarib shunchalar xalqimizni qoyil qilib G'ulji yoshlarni uyg'otgan. Bunday aytganda Sharqi Turkistonda biz tarixda menga unutmaydigan shunday bir tarixni yaratgan. Bizning hurlik ruhiyatimizni tugmas, tez pükmas shunday bir irodani maydonga keltirgan, ham buni yashatgan, ham menga yoshtirgan u yoshlarimiz unda odatdagi odamlar bo'lmagan. Ularning hammasi xuddi Abdushukur qarindishimiz degandek bizning vatanda bir mustahkam bir ittifoqlik, ya'ni kelgusida agar biz vatanimizning mustaqilligini oldimiz deydiganmiz, ana shunda bir birlikning bo'lishining simvolligini amaliyotda ko'rsatgan bir kuchni yaratgan insonlar bo'lgan. Xuddi shu mening qarindishimdek hammatmi shunday edi, hammatmi dinni to'liq tarbiya olgan, ham shundaqla fanniy saviyadan olgan. Ular o'qib bo'lgandan keyin men Xitoy tarbiyasida olgan bir shu chog'dagi ziyolilar suhbatim bilan men ularga degandim. Chunki mening anglag'imda masalan nimadagi Urumchidagi Islomik institutda o'qisa hukumat xizmat berib xuddi bu atalmish yog'liq tovoq hukumatning kadrlaridek shundaq o'zinglar bir nim qilsizlarga, chunki sizlarningki saviyanglar yuqori bo'lgandan keyin degan vaqtda mening shu qarindoshlarim degan islom shu yandagilarga haqiqiy dinni biz o'qisak bo'ldi ularga, chunki ular din o'qimaydi, u yerda partiyaning yasab bergan diniy savodini oladi deb shunday degan. Shu qadar darajada endi. Endi bu yerda yig'ib bitgan vaqtida mening demoqchi bo'lganim, bu yerdagi bizning xalqimizning oqartish harakati yoki milliy ozodlik harakatimizga shu yetakchi bo'lgan bizning yetakchilarimiz, shu yoshlarimiz Abduxililga o'xshash, Shahid Abdusalomga o'xshash, yana nurg'un nomsiz qahramonlarimiz bor. Hatta hozirgi kunlarda nomsiz, tinimsiz, shuhratsiz shu vatanimizning ozodligi uchun kurash qilayotgan shunday qahramonlarimiz bor. Shu qahramonlarimizga o'xshash, Ablat Qarajimga o'xshash diniy zotlarimiz, ham nurg'un ziyolilarimiz masalan shu chog'da kitob yozayotgan, ham yozgan burun nurg'un yozuvchilarimiz bo'lgan. Esimda qilishcha shu chog'da bir shoirlarimiz bordi. Shunday ochiq oshkora she'rlarni yozgan, masalan No'roz keldi degan she'rni yozgan, balkim Gulshanning esida bo'lishi kerak. Demak, shu qadar darajada bir cho'ng birlik bo'lgan o chog'da. Mayli diniy tarafdan bo'lsin, mayli fanniy ilm
odamlarimizniki shundoq bir nimasi bilan bir butun bir milliy kurashniki ruhi tiklangan bir inqilob. Shunda bo'lganligi uchun biz buni xotirlaymiz. Shu inqilobning urug'i u burunqi bizning tariximizga g'uljidagi Sharqi Turkiston mustaqil jamhuriyatiningki 3 yil hur azod havosida yashagan xalqimizda shunda bir hurriyat yashashning qanday bo'lganligi degan shu ruhiyatning shu g'ulji xalqining qonida bo'lganligi, shu qonning yana bir kunda yana shu inqilob ruhini tavitib chiqqanligining yana bir ifodasi. Hem shundaqla bu ruhning hech qachon yiqilmaydigan bir simvoli deb qarasaqmi bo'ladi. Gerçi biz nurg'un qurbonlarni berdik, hem beryapmiz. Yana Xudoga cheksiz shukrlar biz shunday yo'qotganlar, qurbon berganlar bizning shunday bir fursatimiz. Dünya jamoati bilan shunday bir so'rovlar o'tirib o'zimizning dardimizni, dardlarimizni ham bahranib ham shunday qildigan mushtaq sharoitlarimiz bo'lgan, ammo bizdek, mendek, Baxtiyordek, Abshukurajimdek, Gulshandek va boshqa qarindoshlardek u qadar ahvollarni butun ichidagi dardini to'kib biz kelgusiga qanday qaraymiz, vatanimizning shu dardman xalqimizni qanday qutuldiramiz degan bundoq o'zining fikrlarini, yuraklarini ochiq oshkora so'zlamayotgan shunday fursat bo'lgan million xalqimiz texi vatanda asoratning ichida. Shunday bo'lganligi uchun bu yerda men yana bir qitim shunday hurmatim oilalari yo'qolganlari, shunda qurbonlar uchun eg'iz ochamagan, nomsiz, ashta fursatini olamagan vatandagi ovozsiz xalqimga shu izlayotgan xalqlarga yana bir qitim bir shu fursatdan foydalanib degim borki, sizlarning ovozinglarni biz anglatamiz. Biz hayotli bo'ldi ekanmiz. Biz hayotli bo'ldi ekanmiz. Biz avlodgacha mayli dunyoning qaysi bo'lgan pushqir yashmayli. Xudoning Allohning oldida bizning qasamimiz bo'lsinki, sizlar ovozsiz emas, hech kim ovozsiz emas. Izdiraksiz yo'qolib ketganlar, ovozini chiqaramayotganlar biz jimjitkanmiz deb o'ylamanglar. Chunki biz inshaalloh hammanglarning ovozi, hammanglarning kuchi o'sha hurlikni vatanimiz Sharqi Turkistonga akildigan, o'zimizning bayrog'imizni qayta tiklaydigan, irodamizni sundirmaydigan shunday qonning davomlashtiruvchilari bo'lamiz. Ham davomlashi Xudoyimiz kuchimizning yetishicha, qo'limizning kelishi bu ishda bo'lamiz. Endi yana bir muhim narsani o'sha yerda degim keldi. Endi bu bizning albatta har bir inqilobning har bir ishlarda nurg'unlagan ortiqchiliklarimiz ham kamchiliklarimiz bo'ladi. Bizning nurg'unlagan kamchiliklarimizni bizning millatdagi, bizning xalqdagi iroda, bir yiqilmas bir ruh, Xitoyning mustamlikini qabul qilmaydigan bir iymoniy kuch har qachon besib keldi. Ammo shunday bir cho'ng kuchning ostida nurg'unlagan kamchiliklarimiz yepilib qolgan ahvolda bor. Kamchiliklarimizdan, yetersizliklarimizdan dars olmagan chog'larimiz bo'ldi. Masalan, o'sha inqiloblar jarayonida bizning G'uljida shunday butun xalqimiz birlashib, dasulib bir ovoz nimada shunday qirg'inchiliklarga Baxtiyor degandek shu qadar vahshiyliklarga, ya'ni hozirgi kunda biz endi shuncha yil qurbonlarni bergandikan, endi dunyo bizni genosid, qirg'inchilik bo'ldi deb tunugin bugun e'lon qildi. Emniyat qirg'inchilik shu zamonlarda bo'lgan 97-yillarda. Endi mushu jarayonlarda biz o'rganmagan bir dars, bir o'rganmagan narsa shu 90-yillardan beri shu qadar bir birlashib bo'lgan vaqtida vatanning boshqa yerlarda timtos yotgan. Albatta bu Xitoyniki besimidan, Xitoyniki kuchli asoratning ichiga elib, hamma odamlarni bir-biri bilan aloqalarni uzib tashlab bo'layotgandan bo'ldi. Ammo xalqimizda nodonlikmi eg'ir bo'lgan. Masalan, bu yerda bir Germaniyaningki bir diniy odamininki degan bir she'rni mesela degim keldi. Martin Niemöller deganniki. Birinchisi ular sotsializmchilarga keldi. Ularga kelgan vaqtida men sotsializmda emas deb jimjit yotdim deb. Ikkinchisi unionchilarga, ishchilar birlashmasiga keldi. Ularga kelgan vaqtida men ishchilar birlashmasining adimi emas deb jim yotdim deb. Üçüncüsü Johutlarga keldi, ya'ni Johutlarni qirishga kelgan vaqtda, ya'ni men jimjit yotdim chunki degan vaqtda men Johutlarga tayyorliq emas deb. To'rtinchisi unkin u menga keldi. Menga kelgan vaqtida men uchun kurash qiladigan va yoki men uchun so'zlaydigan hech qanday odam qolmadi deb. Mana bu she'r Ikkinchi dunyo urushida, ya'ni natsilar Germanlarning German shu hukumati
juhudlarni qirgan vaqtda yuz bergan, aytilgan bir bunday aytgan ahliya so'z. Mushunda ahvol bizning xalqimizda bo'lmadi emas bo'ldi. Masalan, dastlab aşında bizning yoshlarimiz ko'tarilgan, yoshlarimizni qirgan vaqtlarda ba'zi bir turkum insonlarimiz bo'lgan, to'xtab sen singan momangni yeb jimjit yotsamamdi degan ashundaqlar bo'lgan ekan. Chunki men nechalar bilan so'zlashganda shu ishlarni ko'rgandim. Shularni anglagan. Keyingi vaqtga kelgan vaqtida yana ashunda bostirishlar bo'lgan vaqtida yo'q, bular bizning ishimiz emas deb ba'zi bir atalmış Uyg'ur partiya rahbarlarimiz chiqdi, ular qo'pib, ya to'xtam o'sha Xitoylar bilan nim qilib, azroq taraqqiy qilib olaylik, saviyamizni o'stirib olaylik, yana bir nimni qilib olaylik, iqtisodni ko'tarib olaylik, balkim keyin deb. Chunki aslida mustamlikada yashayotgan bir millatning keyini yo'q. Her qachon shunda bir o'g'aq turishimiz kerakki, mustamlikchi baribir mustamlikchi. Demak ki biz mushunda bir tajribani, mushunda bir ahvolni jiddiy olmaganligimizdan va yoki bu haqda bir tafsiliy bir jiddiy holda bu kurashni yoki bu mujodilani davom qilganligida qo'llashlarning ko'p bo'lmaganligidan Xitoy bizni ayt oson bölüp birden bir-birimizga selib ashundoq qilib bu jiqitib ruhimizni sundurishga qarab boshladi. Uning shunda bo'lganligi uchun xuddi boy Gulshan ancha-muncha deb o'tdi, har 10 yilda bir qirdi deb. Her 10 yılda qirg'ini ko'rsatib turib qirg'ini, ammo ko'rsatmay turib qirg'ini texmi kuchlanadi. Mayqin kelganda mana biroq dunyoga ko'rsatib turib bizni genocide, qirg'inchilikqa qarab etmoqdi demak. Demakki endi bu yerdan bizga bir dars shuki, bugun mening beshimga kelgan kun cho'qim ertasining beshimga keladi. Bu ashunda bo'ldi. Ashunda bo'p kelyotidi. Demakki bugun bizning beshimizga kelgan kun belki ertaki yana bir xalqning beshiga kelishi mumkin. Bu ahvol tabiiy. Endi G'ulja inqilobining bizga bergan eng chong unutilmas darsi hem tarixiy tragediyalik ahvoli biz shu chog'da bo'lgan ahvollardan tam shu kunga kelgacha hech kimdan to'liq hisob etib bo'lolmadik. Birinchisi Xitoy hukumatidan. Xitoy hukumati shu qadar qirg'inchiliklarga shu kunga kelgacha hisob bergani yo'q. Va yoki vatanning ichi, albatta vatanning ichi mumkin emas, xalqaroga asla. Chunki xalqaroga bular hisob berish kerak. Chunki ular qilgan ish, baxtiyor shohid bo'lgan narsalar, bu inson qalbidan chiqqan qirg'inchilik, Xitoy hukumati buning hisobini berish kerak. Demakki biz bu hisobni mayli Xitoy hukumatidan bo'lsin va yoki Xitoy hukumatining yontayoqchilari ular yordam qilgan xoin jasuslardan bo'lsin, har qandaqlardan biz bu hisobni elishimiz kerak. Bu bizning oldingi hisobimiz, haqli hisob. Bu xalqaro qonungimi, insoniy qonungimi, diniy qonungimi, bizning Uyg'urlik qonunlarimiz ham imtiyoz haq-huquqlarimizmi biz qilmisi bo'lmaydigan bir hisob. Shuning uchun biz shu hisobni elish uchun har qachon o'zimiz ko'zimiz ochiq, inqilobiy nishonimiz aniq, darslardan saboq elib, oldimizga qarab menishimiz kerak deb o'ylayman. Buguncha shunchalik bo'lsin. Yana bir qatam o'sha kelgan har biringlarga rahmat. Ekran oldidagi ham shundaqla butun dunyoning bo'lib-bishqoqlaridagi shu G'ulja qirg'inchiligi suftidan oilasidan, yaqinlaridan ayrılganlar, şehitler, gaziler, hemmanlarga yana bir qatam cho'nqur hurmatim va sizlarga salomim. Alloh sizlarni o'z panohida saqlasin. Rahmat. Rahmat. Xonim, tekrar beşiktaş olsun. Şehitlerimiz nur içi Eğer Ferhat efendim, ben eğer qo'shilsangiz, men Zübeydaning so'zlariga ozroq bir qo'shim chiqmoqchidim. Oldu, biraz vaqt mahali bo'lib qoldi. Biraz qisqaroq. Ma'qul Bo'ldi. Men oldi bilan ko'pchilik shuni demoqchimanki, men Zubaydadek bir qaysar, Zubaydadek izchillikni saqlab inqilob qilayotgan shunday bir do'stimning bo'lganligidan intayin faxrlanman. Zubaydaning oilasi G'ulja 5 fevral G'ulja inqilobida intayin ig'ir bedellarni to'lagan oilalarning biri. Hem bularninki ota-bovalari, masalan Shamsiddin Hojimninki, uning necha avlod kepak yuzida quduq qazib, maktab ichib,
xalqqa shu diniy ta'lim tarbiya berib, ham fanniy jihatdan ta'lim tarbiya berib, ham bütün bog' varan barpo qilib, ashundoq o'tgan nihoyatda nupusliq bir oilalarning biri. Uningdan boshqa men egallagan ahvollarda masalan mana shu kitobning orqasidagi muqovasiga kirgizilgan rasmlardan nima qilsam, bu Hammad Muhammad Zubaydarning hadisning o'g'li bo'ldi. Hammad Muhammad G'uljida 5-fevral G'ulji inqilobidan keyin G'uljidagi partizanlik harakatlarida tamg'isini urgan 4 to'qinish bor. Shu 4 to'qinishning birisi bo'lgan 1998 yil 4-oyning 18-kuni Xudyar yuzida yuz bergan. Xudyar yuzi to'qinishida Xitoyning tishtanliqiga qurollangan, Xitoyning ishga o'tkani yetkazib kelgan 8660-qism deydigan alohida qisminingki qurolliq askarlardan Longfey degan Xitoyni yer ishlatgan partizanlarimizdan biri. Undan boshqa Longfeyninki qurolini bular o'ljagan. Undan boshqa Zubayda do'stimninki inisi abiyam Sadriddin Shamsiddin. Muhammad mana shehid bo'lgan vaqtida 24 yosh, o'ylab beqinglar. 24 yoshlik vaqtida Xitoyning ishtinliqiga qurollangan, butun shaharni taqagan, 8 noyabr shaharga boradigan yo'lni taqagan, qatma-qat qo'rshav, mushundaq holatdagi askarlar bilan qurolliq etishib, oxirsida 24 yoshida shehid bo'lgan. Agar bu bizga bir umid berdi. Kelajakda Uyg'urlarning qo'liga kuch paydo bo'lganda, qurol tushgan vaqtida Xitoylarning qanday bir ahvolga kelib qolganligini. Uni hamma shu 24 yosh Mao kim o? Sadriddin Shamsiddin, ham tilga o'tib ketdi. G'uljida shu G'ulji mashrab harakatining Kipak yuzi bazasiningki yetakchilarining biri. Abduxalil Mijit bilan o'xshash o'rindagi kishilarning biri. G'ulji 5-fevral inqilobi mezgilida Kipak yuzini Uyg'urlar Kipakiston deb atagan. Chunki hamma Qashqan Xitoy saqchilaridan Qashqan partizanlarni panohiga oldigan Kipak yuzi bo'lgan. Uyg'ur partizanlarining ikkili yeri bo'lgan. Oqsiq chekindigan birsi Kipak yuzi, yana birsi qo'noqliklar, cheksiz ketgan qo'noqzorliklar. Kipak yuzi dinmi shu tutqun qilingan o'lim jazosiga uchragan bolalar nayt nurg'un kitobni o'qisanglar kitobning ichida bor. Mush Hammadga bog'lab tutqun qilgan bolalar, bu Sadriddinga bog'lab tutqun qilganlar deb nurg'un. Kipak yuzi yesi G'uljidagi 5-fevral inqilobininki oqsab bazasi bo'lgan. Kipak yuzida 5-fevral shu mashrab harakatining nayt avjagan. Shu namoyish kunimi nayt nurg'un bola kirgan. Kipak yuzidan ham lozunkalarni yozib, ashunda qilib kirgan. Bu Kipak yuzi nima uchun bunchalar muhim o'rin bo'lib qoldi G'ulji 5-fevral mashrab harakatida deganda, mushundaq bir nupusliq oilaning bo'lganligi, mushu Sadriddin Shamsiddindek nupusliq bir diniy zot abiyam dedi-ku Zubayda. 3-sinfga kirgan. 8 yosh vaqtida 2-sinf atlab. Ondan keyin Turpandagi Shoymardan domillamdan dars ilib 12 yosh vaqtida, 14 yosh vaqtida Bulbul Qarim. 11 yosh. Ha? 11 yosh vaqtida Bulbul Qarim deb nom ilib, hamma chiqsi butun shu nimalar ro'z Ramzonlarda G'uljidagi Baytulloh masjidida shu xatmi turgan bular. Keyin bu Sadriddin Shamsiddin o nimani Abduxalil Mijit topshirib, G'uljidagi mashrab ishlarini O'rta Osiyoga chiqib ketgan. Kim o? Mana Abdurazzoq Shamsiddin. Ma Qaysar do'stim, Temir ayol. Mening ruhimdagi bir Temir ayol. Zubayda Shamsiddin do'stimning yana bir insi. Bu Abdurazzoq Shamsiddin hozir Urumchi Bajax o'tirmisida. Bu Xitoyga birlam shartni qo'ygan. Abdurazzoq Shamsiddinga sen 5-fevral namoyishini xatoda, namoyish xato bo'lib qoldi-da, mushu mashrabni xatoda, diniy tabliğlarimizni xatoda biz seni qo'yitimiz. Mushu bir qo'l qo'ymasdan shu narsaga muddatsiz kesilish yo'lini tanlagan. Agar qo'l qo'ygan vaqtida qanday bo'lardi? Uyg'ur xalqining milliy ruhi o'lgan bo'lardi. Bu qahramonlarimizning
qahramon qilayotgan, bularning o'limlarini boshqa o'limlardan texim betar qimmatli qilayotgan, bulardagi shu bir qo'l qo'ymaslik ruhi. Agar ular qo'l qo'ygan bo'lsa, xalqning orasiga chiqib yashatdi. Bundan keyin 5 fevralda bir inqiloblar, Xitoy qarshi qirg'inchiliklar qarshi bir narsa menga bo'lmagan bo'ladi. Xalqimizning umidi o'lib ketmasin, ruhi o'lib ketmasin deb qurbonliklarni beryotdi. Ondan keyin Temur Qaysar qahramon do'stimninki yana bir aksi Sayfiddin Kam. Hozir Avstraliyada yashaydi. Avstraliyaning Adelaide shahrida yashaydi. Bu aksi 5 fevral G'ulja inqilobiga qatnashmagan ish bir munosabatim yo'q. U chaqda bir savdoga. O 5 fevral namoyishga chiqmagan. Bu aksiga G'ulja shahri Xitoyning ichi ham O'rta Osiyoda keng ko'lamli tutish buyrug'i chiqardi. Keng ko'lamli tutish buyrug'i chiqardi. Bu nimaga bunchalar tutish buyrug'i chiqardi? Nimaga tutish buyrug'i chiqardi? Bu chunki Hammadning aksib qolgan, Hammadning taqsib qolganligi uchun. Mao Abdurazaq Shamsiddinning Sadriddin Shamsiddinning aksib qolganligi uchun. Hem Shamsiddin ailəsinin kipak yüzüdəki şu bazının bir egisib qolganligi uchun, kurashchi bir ailening, Xitoyning ko'zi qadalgan bir maq ailening balsib qolganligi uchun tutish buyrug'i chiqardi. Undan sirt Zubayda do'stimning singlisi Saliha Shamsiddinni Xitoy 6 oy turmada ulab qo'ydi. Bu shaharlik saqchiniki yarasi turmada 6 oy yotdi. O nimishga yotdi desanglar, shu mana kitobning muqovasini chiqib Tursun Salay 1998 yılı 6. ayının 23 günü Toxo'cusida yuz bergan 5 fevral G'ulji partizanlik harakatiga tamg'isini urgan ikkinchi cho'ng to'qinish Xitoy askarlari bilan bo'lgan to'qinishda Koyunchang Nurlan shu oblast saqchining eng jallod saqchisi Anvarbek deganning Toxo'cus qirg'inchiligi deb bir qirg'inchilik va 9 bir oilaning 9 odam yetib shu qirg'inchilikqa yetakchilik qilgan shu qirg'inchilikda qulqi kesilib ketgan Anvarbek deganning o'g'li Nurtay deganni etib o'ldirgan mush Tursun Salay. Bu yerda o'zi shehid bo'lgan Tursun Salayning singlisini 3 kun qo'ndirganligimi, 2 kun qo'ndirganligi uchun uyda ayolini 6 oy nima 2 kun uyda qo'ndirib qo'yganligi uchun 6 oy qamoq jazosi hukm qilindi. Ondan keyin bu Mao Hamid Muhammad shu kimlar bilan bu 3 partizan birga Toxo'cusdagi shu Hamad shehid bo'lgan partizanlik harakatiga qatnashgan. Keyin bular yoshirinib Toxo'cusga chiqqan vaqtida 98-yil 6-oyning 22-kuni Mao bu Tursun Salay ularni qo'g'dab turdi. Butun sol qo'lning hammasiga o'q tekkan pardalarni yitib shu temir o'ng qo'li bilan avtomatni yetib buni Xitoyning matbuotlarimi buning qahramonlik haqida to'xtalgan yerlari bor. Shuna qilib shu Nurtay degan qozoq saqchi hech amal qilmay bularga bir dehqonning bolasini go'rga bilib shuni mushtaqib akirgan vaqtida qo'roning ichiga shuning dallisida shuni Mao Hamid Muhammad dehqon bolasiga deydi beshingni tuvan qil deb bolaning beshini tuvan qilish bilan atudi shuning bilan Mao Tursun Salay Koyunchang degan atudi bu Hamid Muhammad shu Anvarbek degan saqchiniki jallod shu tingtingchi o'g'li Nurtay deganni o'tib atgandan keyin butun Xitoy saqchilari yotgandan keyin ashadin askarlarning ustidan dastlab qochib shuncha nurg'un qo'rchovlarning ichidagi G'ulji shahriga qochib kirib chapchal orqali O'rta Osiyoga qochib chiqqandan keyin O'rta Osiyoniki bu yerda shu nima Hamid Muhammad, Qosim Maqbar, İlyas Sordun degan 3 bola O'rta Osiyoga chiqib chiqqandan keyin O'rta Osiyoda 99-yili Qozog'iston o'tkazib berdi. Bular hozir Urumchida muddatsiz kesillik turmada. Bu qahramonliklarning ichida yana nurg'un ruhlar bor bu yerda yoshirinib yotgan. Eli xalqining o'zining qahramonlariga ega chiqish, sahib chiqish, qo'g'dash ro'yi bor bu yerda. Uningki mayadagi Abduxelil Mijit. Ma Abduxelil Mijitdimi buningdimi o'lmas bir ruhlar ko'milib yotgan. Bu masalan kimga o'xshaydi? Buni biz Mao Yunan faylasufi kim?
qaraydi-ya, men qatlab qo'ygandim. Sokrat deydiki, so'roq tortilmagan oyat emas. Bu o'zi aqtamak chekib, eng oxirgi vaqtlarga kelib qolgan bir bola o'zini so'roq tortishni qilmay, butun g'ulji xalqini o'zini so'roq tortishga yetaklagan. Mashrabdan iborat bir narsani butun g'ulji xalqiga tarqitib, shu oq shaharlik chekimlik Aydis shahri bo'lib qolgan bir shaharni inqilob shahriga aylantirgan, namoz o'qiydigan, pokiz, temiz, aslidagi o'zining ajdoddan topgan bir shaharga aylantirgan. Abduxelil Mijitda yana ilhom to'xti ruhi bor. Biz bir millatning ma'lum bir qismlarini bek tashabbus qilib mundaq nim qilib ketyapmizda, yana bir qismlariga sal cho'kib qo'yadi. İlham To'xti Xitoyning milliy avtonomiyalik siyosatini so'roq topgansa, Abduxelil Mijit Xitoyning diniy siyosatini so'roq topgan. Hatto shu jazolarga ketgan Muhammad Salih hojimning oldiga berib, ash akamizmi Xitoyning diniy siyosatining islom dinining sotsializm uchun xizmat qilmaydiganligi haqida leksiyalar so'zlagan. Ondan keyin islom dini shu yaniga beribmi? Yana shu nurg'un diniy zotlarga dinning moyiti bu Xitoyning diniy siyosati bu taqishib qo'yatdi. Bundaq bo'lmasa kerak deganlik uchun bu o'lib ketdi. Ondan keyin Sokrat biyat axloqni yetaklagan, butun xalqni axloqni yetaklaganlik uchun Sokrat o'lim jazosiga hukm qilingan. Ondan keyin buningga yana bir qimmat ruh nima degan vaqtida bu hozirgi davrdagi 60-yillardagi qarlarning lideri Martin Luther King bu. Uyg'urlarmishda qarash kerak. O'zining qahramonlarini shunday tushunish kerak. Martin Luther King 60-yillarda o'zining nutqlari bilan qarlarni uyg'otgan bo'lsa, bu 2 yilga yetmagan vaqt ichida Xitoy maktabida o'qigan. O'rta maktabni Xitoy maktabida o'qigan. Uyg'urcha nutq degan narsani bilmaydigan, oqtamak chekib, shunchalik zaiflashib ketgan dadasi il daryosining bo'yiga bir temir darvozalik bir qo'rg'andek bir uyni silib, ashunchalik so'lab qo'ygan, davolayman deb. Mushundaq bola Qardın yesiga Abdurshid Damullam degan bir damullamni shu masjidning imom qilib yutkab akildi. Eldagi ziyolilar hamsi birlashib, hukumat bu aqtamaklarni to'sib bo'lamagan ekan, shu Abdurshid Damullamning Qardın yesidagi jamiga imom bo'lib kelishi bilan shuning nutqlarini olgandan keyin uyg'onib, shuningdan keyin 2 yilning ichida bütün nutqlari bilan shunchalik olqishlanib, bütün g'o'ljida mashrab o'ynamagan ma'la yigit beshi hamma asli keltirib, baroq sharab yo'q, bu shundaq narsani aytilgan o'zining nutqlari bilan, Martin Luther Kingning ketimi o'tkir nutqlari bilan g'o'ljini o'zgartirdi. Ondan keyin Chapchal turmasida nurg'un kishilar oxirgi kelganda tilni chaynab olganligini aytdi. Nima uchun tilni chaynab oldi? Chunki bu yerda Xitoy buning bilan savdo qildi, Abduxelil Mijit bilan. Sen bu shu harakatdan voz kechsang, 5-fevral g'ulji namoyishini xato desang, mashrabni xato desang, islom dini sening dining sana, mening dinim menga, sen bo'l, men bo'l demay, mushu hozirgi Xitoy bo'lgan siyosatga kirsang, sana partikum sho'jilikni beramiz, ma'lum noyin hokimligini beramiz. Yoki palonchini menga deb bersa, sana sen pash qilsan, mendaq beramiz. O'zining qarindoshlarini setib etmaslik uchun. Oxirda Uyg'urlarning milliy ruhini xunuklaştirib qo'ymaslik uchun oxirda tilni chaynab oldi, ham shu aqidasi bilan o'ldi. Agar Abduxelil Mijit shu narsalarga qoyil bo'lmasa, u g'uljidan 5-fevral g'ulji inqilobining pakt turib, hozir Yevropa, Amerikalarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishigini urib, Yevropa parlamentining ishigini urib, panohlik tilab Uyg'urlarning bunday nimalarga hech kim ishonmagan bo'ladi menimcha. Bunun arkasında yana nurg'un diniy zotlar bor. Masalan, bu Baxtiyor Shamsiddinninki bu qiynatisi, Shamsiddin Hojikam. Kitabimda bor. Endi tug'an Mazbaydaning dadasi. Shamsiddin Hojikam bu odam bir diniy zot, odatdagi bir diniy zot. Cho'ng odam bu 70larga kirdi hozir. O 5-fevral namoyish deganga qatnashib baxmagan, 5-fevral degan narsalarning boshidagi oxir mashrab hech nima uqmaydi. 5-fevral namoyish bo'lganda bu odam hajda, haramda hajda umra qilib ketgan.
Bu adamga mana kitapni ochdim ba tutish buyrug'i chiqirdi Xitoy. Tutish buyrug'i. Mana ko'rib qo'yinglar. Tutish buyrug'i chiqirdi. Nima tutish buyrug'i chiqirdi? 3 yilning oldida G'uljida bir imom yetishtirish nimasi turgan. Bu yerda 37 imom, 37 marvoyat bo'lib, G'ulj shahriga chiqib, Abduxelil Mijitlar bilan bir safda turib, Aqtamak chekishdan, aydizdan Uyg'ur yoshlarini yetaklash uchun xizmat qilgan. Demak, diniy zotlar bu maktabni ochdim ba, bu tutilib ketgan diniy zotlar intayin nurg'un. Bir oiladan 20 dan 30 dan. Oxirini hozir concentration campda texmo qiynayotdi Xitoy. Men do'stimiz Baydani gapini anglab, hayajonlanib, men nimalarni qildim. Eng yaxshi kitobni bu bir Timurlikning natijasi, o'qib baqsanglar har bir uyda bo'lsa bo'ldi. Bu 5-fevral 40-yilning hammasi emas. Bu ma'lum bir qismi buni kelajak xalqimiz yozadi. Buning ichidagi har bir fojia, har bir partizanlik harakati, har biri bir ruh, bir Uyg'ur ruhi. Xollovat kelajak ishlaydigan shu dangli xalqaroliq Oscar mukofotiga erishadigan kinolarning varianti. Bunday aytqanda. Kelajak bizningki Uyg'urlarning bo'ldi. Hammalarga rahmat, men chiqib ketdim. Adishim sana rahmat, shunchalik qaysar turayotganligimiz uchun, bugungi suhbat qatnashganligimiz uchun qaytib qolsang hamma. Sana ko'p rahmat deb qaytib qolmadim. Textil hayajonda texchilar. Rasming mening ekranimda qaytib qolgancha. Rahmat Gulshan xonim, nihoyatda yaxshi ta'sirlik so'z qildingiz. Bizning bu oradan 24 yil o'tib, bugun yana mishaga to'qnashishimizga sababmi, maqsadimizmi, ya'ni shu aziz shehitlarimizga, ya'ni shu qahramon o'g'illarimizning irodasiga vorislik qilish, kurash irodasiga vorislik qilish. Shunga 24 yilni yilqi dunyo Uyg'ur qurultiyi boshlig'i butun tashkilotlar izchil shu shehitlarimizni, kurashchilarimizni botir qiz kelyapmiz. İnşallah bu da ebediyen hatırlayımız. Hoş hürmetlik Doktor Erkin Ekrem efendim bayağı kırımdaşlarımızdan sözünü aldınız. Benim sorayım şu, mesela Şarkı Türkistan'da hakkında bir hadiseye asas sebepçi olan şu Piligenin tutuşuğa sebepçi olan bir amil oldu. Mesela dikkat kıldığım olsak bu 5. Fevral Olcu 40-yıllık 97. yüz verdi. Bunun da 1 yıl burun bu Xitay Komünist Partisi merkezi Xitay Komünist Partisi siyasi bürosu tarafından atanmış vatandaş vəsatındaki milli bölgünçüler karşı duruş hakkındaki 11 maddelik mahfi bir hüccet. Mahfi hüccet. 11. numaralı mahfi hüccet deyimiz ama o meşhur hüccet. O hüccet çıktı. O hüccet çıkıp 3 ay mı ardından bütüpla bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kuruldu değil mi? Şu G'ulja nemesi bu. Buningdaki yana 96 yili qiziq yeri bu bütün Xitoy bo'yicha olib borilayotgan bu jinoyatchilarga qattiq zarba berish harakatida Şinjan'da bu asosan qonunsiz diniy unsurlarga yordam berishga qaratilishi kerak deb Xitoyning ichki o'lkalarida o'g'ri qarash bulongchilikqa qarshi harakat qo'zg'ab bizning Sharq Turkistonda diniy sohaga qarshi umumyüzlük tozlaş hareketi vardı. Hazırki mesela bizim asas dini ölüm alırımız hem şu hareket kaçmış çıkarlar. Sen maksum şu rahmetli şeydiniz şu olsa. Onun ilgili bu olacak. Kırgınçılık değil mi? Bu sizce bu bir tasadifilik mi anlamdaki? Anlamdaki bu bir sual. İkincisi bu Xitay hükümetinin G'ulja inqilabı belki bazısını biz bay dedim, destekte bunu vurup çakış, bulaş, köydürüş hareketi dedi. Onundaki 11. yasada bir terör vakası yüz belgendeki Amerika'daki onun karakteri özgertti, bunu terörist hareket çıkardı ve Şinjan'daki zoravan terörist hareketlerin en yukarı palisi dedim. Hazırlıkça buna şu terörist hareketi vardı dedim. Ama Halkara Keşirim Teşkilatı 99-2000 yıl elan kılan dokulatırda bu hareketin şeklini terişlip üstüne ağan demokratik narazılık hareketi karakterini belirtti. Siz Xitay'ın ki bu özgürlükçen bağlı kanda karşı şahsiz bu G'ulja inqilabının ki karakteriga, onun ki bayitiga, onun ki keltiga, ehmiyetiga siz şahsen kanda karşı? Köp rahmet. Selamun aleyküm.
Ben 91 6. ayda Golcu'dan ayrıldım. Ayrılgan vaxtıdılar dömeldikiler köperek başlı bay boğanlar. Bay buluşuyla birlikte ularla müşür adakı o sözün içinden diyendek bazı illetlerimi asla görüyorum. Hatta birisine ben davalıgan. Ama o vaxtda da tek bu kişini davalaş meselesi sistemde düşüngen vaxtlar. Ama bunlar bir iş çıkıdığanlığı aşı vaxtıdılar malum. Bunun işaretleri var. Hem de bu sualınıza gelsek, bu 1995 8. ayın 14'te başlayan bir namayiş var. Bu namayişga Xitaylar bir zoramanlık, bir hareket deb düşendi bunu. Ama bu 97 aydaki bu hareketke 98'de çıkan Şincan Yılnamesi degan yerde başta uruş, çekiş, bulaş, toplam degandek bir ifadelenmişti. Demek bir yerde tehe bir dini meseleye bağlamaganlığını gösterdi. Ama siz bunu da ötkendek bu 1996'da 3. ayda o Şincan hizmet işleri yığınından keyin hemen bir hüccetini ilan kıldı. Bu hüccet olsa 7. numaralı hüccet yani isimlendi. Toluk ismi hem de merkezi Politbüro azalarının Şarkı Türkistan'ın mukumluğu qoğdab qilish hakkındaki hatıra yani. Ama bunu Xitay'ın kaydısında hatıra bulsuna hüccet bulundu. O hüccette hem de birinci sözü Şarkı Türkistan'ın mukumluğunu qoğdaş hazırlığı en çok vazife bolğanlığını ve bu mukumluğunu buzduğan iki unsur var. Birisi milli bölgücü, ikincisi kanunsuz dincilik hareketi. Bununla yanı birlikte ondan keyin to'liqlaydi. Şarkı Türkistan'da bulunan bu baş götürüşler, karşı çıkış hareketler, bularni hem de şu pan-Türkizm, pan-İslamizmga bağlab turib bir hareketga o'tgan bo'ldi. Misaliga Golcu birisi gap qildimi? Mao Golcu'da bu 2. ayda başlayan bunu. Çünkü bunu iniqlashda şu 7. numaralı hüccetinki teşkili, planlık, naydı iğir ve devletinin xavfsizligiga ziyan sağan uruş çıkış toplam deb bunda bir gapni ifade qilgan. Yani onun karakteri özgerdi. Özgürlüğünün sebebi yanılan şu Xitay'ınki cinayet işleri kanunu ile münasebetlik. Bu kanun en başta 79'da çıkan 97 3. ayda yine buna to'liqlab ilan qilgan bo'ldi. 97'ninki 10. ayda icra qildi. Bu yerda devletninki xavfsizligiga ziyan vergenler hakkındaki bu kanundaki ifade mandak yani Xitay Halk Cumhuriyeti'nin ilgili hukuka ziyan vergen, toprak bütünlüğü ve xavfsizliğe ziyan vergen, devletini bölgen ve şundakla devletinin bütünlüğünü bozgan, kurallık karşı hareket kurgan ve devletinin hakimiyetini ve şundakla sosyalist tüzümünü bozuş, hatta chet elga keçib ketish. Bular hemmisi cinayet işler kanununun 102 ve 113. maddede bular yazılı. Bu kanunla birlikte Golcu'da yaşanan bu baş kaldırış ve onun erişip gelgen bu kırgıncılık, onunki mahiyeti Xitay tarafından degan çağda özgerdi. Hem de bu 2001'den keyin yani 10 sentabirdan keyin
bu vakalarını terör vakasıyla bağlaş ve onun bir ideolojisini şu pan-Türkizm, pan-İslamizm bağlı. Bulduk mu? Kanunsuz dincilik hareketi bağlı. Şununla bu Xitay her devirde özününki düşüncesiyle okşaş vakaga kıl bir isimle takavadıdır ya da hukumu takavadıdır, adalını takavadıdır ama bir gepini demeye vardır. Yani bu bir müstakil hareketinin bir terkibi, bir halkası da bu gepini demeye vardır. Şununla bizimki düşüncemizde bu bir müstakil hareketinin olup 1884'ten beri gelip kilovattan 170 yıllık bizimki milli müstakillik hareketimizin bir halkasıdır. Bizimki düşüncemiz Xitay'ınki yeniklaş ve düşüncesiyle biraz fark var. Bularını dep bolgandan keyin sizningki sorgan sualga yani bununki ekmetini maqsadda vaqtimiz ketdi. Birinciden hemmemiz bilimiz Bolca degan yer ikinci Cumhuriyet'ninki paytaxtı yani merkezi, siyasi merkezi. Bu yerde ilk bağım bu merkez şimali rayonlarını en az degende 5 yıl erkin ve hür yaşatan bir hakimiyetinin merkezi. Ve bu Cumhuriyet ilan olgandan keyin Xitay'ınki ermeylerini bir yıl kamayla hem şimaldan yollar çıkardandık. Xitay'ınki en yukarı derecelik harbiy komutanlığını öldürgen harbiy hareket. Xitay Japonlarla bundan Japonlarla uğraşkan vaxtda can kılan çağrımı bunda yukarı seviyede bir komutan ölmüyor. Yani komutanın içinde buna ait bir dehşet yaratan ahlak. Komünist Xitaylar bunu özününki bir komünist hareketininki bir terkibi devadı ama yani başka şey düşünüyoruz bunu. Şununla Volcu'da bunda bir ahvalının peyda buluşu ve devamında gelen bu kırıncılık ahvalı. Neymiş için iğir boldu diyen çağrıma bence şu 44. yıldaki ilan kılan Cumhuriyet ve 1949. yerde hür yaşayan bir rayon boğanlığından ensreçten peyda oldu. Çünkü yani bir Cumhuriyet bir yerde ilan alanı deydiğim ensreç var. Bu bir. İkincisi bu Volca kırgıncılık veya şu 97-96'da bu yapan hareketler aslında bu Ebemen degende bizim milli davamızdan bir devam yani tarihi devam ediyor. Bir halkasıdır, bir parçası. Bu hareketimizin bir tarihi alaycılığı var, milli alaycılığı var, dini alaycılığı var. Eğer de bir hareketin dini, milli ve tarihi bir alaycılığı olsa bu hareket yok olmaydı. Devam kuruldu. Bu şu Volca kırgıncılık ne hatırlamadınız? Bu bazı mendigen 3 alaycılığın üstü. Bu yerde evvel müzikulda değildi. Milli okunuş, milli ruhunu toplak kılış ve şundakla milli kimlikini toplak kılış cette bu nanki bir rolü veya ehemmiyeti olduğu hissettirdi. Yine yukarıda değilgendek baş eğmeydiğanlığını küstürdü. Normalde halkara kanun demez, halkara kaydılardan bir yerine bir suagan vaxtıda eğer de en yüksek kişiler bir baş kaldırmışsa bu bir suagan hakimiyeti o zemin aşıp baskıncının kolunda kalabilir. Bu bolsa aşı bir suaganlığı, çıkan kılınganlığı karşı çıkan hareketler gösteriyor. Yani Muşnunga bağlap durup, yani büyücetten 1960 12. ayın 14'de Birleşken Devletler tarafından kurultulan bir kanun var. Yani bunun bir kod numarası 1514.
5. numaralı kanun. Bu kanunda nima deydi deganda mustamlaka rayonini qayta qurish va xalqning mustaqilligini qo'llash. Agarda bu G'uljada bo'layotgan bu harakatlar ki Sharqiston ham yerda bo'lgan. Shular bilan birlikda biz bu mustamlaka islohan ishg'ol qilingan bir rayonni mustamlaka rayon bo'lganligini va mustamlaka hokimiyatga qarshi harakat qilayotganligini ko'rsatadi. Kelgusida bu vaqt soatlar qo'shgan vaqtida xalqaroning nurg'un qonunlarga tayin qilib, uni arz qilgan chog'da bu G'o'lja qirg'inchilik masalasini yana ko'plab chiqarib bo'ladi. Yana bir jihatdan hozir hammalar bilyapsizlar bu qirg'inchilik masalasi. Bu G'o'ljada yaşangan bu qirg'inchilik ahvoli bu hozirgi xalqaroda biz talab qilayotgan qirg'inchilik masalasining dalili bo'ladi. G'o'lja bosh qaldirishi va shundaqla keyinga erishib bo'lgan qirg'inchilik dünyada dayman değildi. Dünyada nayda çok bir ta'sir oldu. Bu vaqtda men Türkiye'deydim. Ankara'da Zima teşkilat derhal teşkiline Türkiye'nin nurg'un teşkilatlarından geldi. Şu Ankara'nın ki Kocaeli camide 45 bin adamlık bir çok namaç kıldı. Bu namaçtan keyin Xitoy başkonsulluğunu aldı. 700 adam, yani 500'den çıkarak adam bu yerden bir çok namaç kıldı. Şununla bu Türkiye'de mi şu G'o'lja qirg'inchilikdan kelgan bu xabardan kelishi va Türkiye'nin yaratgan ta'sirida shunday bir cho'ng namoyishlarni qiladi. Eng oxirida bu G'o'lja bosh qoldirish va shundaqla bu qirg'inchilik qilmishi aslında chet elda yurilayotgan da'volarga jiq o'tkazdi. Chunki ba'zan de da'vo qilayotgan vaqtida xalqlar bizga ishonmaydi. Shu da'vo qilganlar hammasi biladi. Yaqinqi yilgacha bu xalqaroga nima desak ishonmaydigan bir ahvol bor. Hamda bu ma'lumotlarni xil bo'lg'achqa ishonchlikni ojizlashtirib qo'ygan ahvollar. Mana hozir xalqaro buni tunishga boshladi ve tarife qarab mangan vaqtida G'o'ljadagi bu qirg'inchilikni hozir xalqaroda tunilish bilinish bo'lyotidi va shundaqla kitoblar yozilganligini maqolalar yozilganligini bilyapmiz. Shular hamda bizning chet ellik da'voimizga cho'ng turda tashkil qildi o'ylayman. Rahmat. Rahmet hürmetli Doktor Erkin Ekrem efendim. Hürmetli Tolkunaysa efendim ahırda bir qo'shimcha qiladigan so'zingiz bormi onlaylar? Bundan keyin asosda. Rahmat, bugün naiti yaxshi ta'sirli hikoyalarni anladım. Şahsen menmi anlab bakmagan hikoyalarni anladım. Balık kahramanlarımızın hikayelerini anladık. Şu vaqtlarning o'zida shuningga hukumatning xodim bo'lib ishlayotgan do'stlarimizning, hatto soqchi bo'lib ishlagan do'stlarimizning, muxbir bo'lib ishlagan do'stlarimizning va oila tabatlularning shu voqeaga qatnashib qanday fojialarga, qismatlarga giribdor bo'lganligini o'xshamagan nimalardan burjaklardan qilingan bir yaxshi bir muhokama yig'ini bo'ldi. Bu yerda men Gulshan xonimni yana bir qatim tabriklayman, chunki biz kahramanlarımızı, tarihi vakalarımızı hatırlatmamız gerek. Biz Uyghur milletinin şundak isil tarihlerini yaratkan, isil medeniyetlerini yaratkan, dünyaya ülgü boğan kıymet karışını yaratkan bir millet ama bir acizliğimiz mı tarihi vakalarını hatırlap koymaydıgan, biraz sel qaraydıgan bir adetlerimiz boğaşkan, nurgulluğun tarihi vakalar öçüp ketken veya unutup ketilip kalgan. Bugün Xitoy vatanimiz eğer müstakil hür bir vatan bo'lgan bo'lsa, belki onu bulunmuşlarga berip, çünkü o izla, o qalla, o ruhları bah, şu yerden qizib chiqarg'ili bo'ladi. Ama Xitoy şu ruhni, şu izni
tamamen öçürüp taşlaş siyasetini yürgüzüvatkanlığı üçün chet ellerdeki ziyallarımızın üstüge bu vazife düşü demdi. Bu vazife düşüdü. Muşu vazifesinin birisini mi Gülşen Hanım'ın ait muhakkaklık orladı. Abiyatı üzümü dedi. Aslında bu hem meselesi demek unda çoğun bir inkılapının net yüz şehit bergen bir inkılapını bir kitap bilen veya iki kitap bilen yığıp boğulmaydı. Her bir kahramanın hikayesi bir kitap oluşu mümkün. Her bir kahramanın. Ama iş bulması bunun başlangıçısı bulup şunun iş bulması gelecekte tədqiqatçılarımız, yaş evlatlarımız onu kezip çıkırdığın için bir paylanış materyal şekilde mesela bir kitap yazganlığı bek ulug var bir iş oldu. Şunun için okşaş Şərq Türkistan'da bir ben de dep öttüm. 300'den en az 300'den artık vakalar bolgandı. Her bir vakanın özü netçe roman çıkargan bir vakalar. Biz mında alan bir tep ketken bilen onun nurgun şehitlerinin kalları var, nurgun kahramanlarının hikayeleri, dastalları bolgan vakalar. Muşlarının hemmisini hatırlatmamız gerek, yezipmemiz gerek. Çünkü tarihimiz bilen kaldığın tarihini bulmuşsa hikaye çöçek bu tüyep gitip kalıdı. Eğer onu yazıp kaldır alsak bu tarih oldu kiyinki avlatlarımız onundan gururulmuş bedelige yüzünün milletinin gelecek istikbalı için oylandığın gap. Şununla ben bir yakın bütün yurttaşlarımızga bulup mu yaşlarımızga muşundaq kitaplarımızı yakında nait çetellerde hakikaten bir kısım ziyalilerimiz yaxşı kitapların eserlerini yazış arkalık tarihlerimiz bilen halkımızı bilgilendiriş otudu. Nebican Tursun'un kitapları çıktı. Şərq Türkistan Cumhuriyetimizge ait olan kitapları çıktı. Gülşen Hanım'ın kitabı çıktı. Esas Süleyman'ın ki tarihi eslemleri kitapları çıktı. Yani şunu okşaydıgan nurgulluğun kitaplar çıkmadı. Muşlarının hemmisini okuşumuz gerek. Muşlarının hemmisi tarih. Sosyal medyalarda birbirimizge taş etip birbirimizde orunsuz talaş dağıtışını kılış bilen o meseleler tarih yaratılmaydı. Tarih muşundaq tədqiqatlar bilen yaratıldıgan gap. Şununla bütün yaşlarımız gelecekte. Çünkü biz bugün günde bu Xitay muşu tarihlerimizni öğretmeslik için yaşlarımızı xuddi bu kökü yok, yıldız yok bir davada aslandaki bölgünçüler yaratkan sünni bir meselede vatan davasını tırışvatıdı ama bunun muşundaq tarihi paketlerimizni, dastallarımızı, tarihi vakalarımızı hatırlaş arkalık bunun asası boğan Doktor Erkin Ekrem dep ötkendikidek bir milletinin hiç bacan tispiklengenligini müstemliklikni kubul kılmay onun karşı davamlı isyanlar, inkılaplar boğa vaktida onun deyken bu müstemlik tüprak boğanlığın ibaret bir hakikat ispaliyatlaydıganlığını cim tosu kubul kısa hem muşun bir partisiyen deydiganlığın ibaret bir nesini dep öttü. Halkara kanunlar dairesinde. Demek muşundaq bir inkılap boğanlığını ögünüşümüz gerek. Bulmasa bu milletin içinde bir kahraman yok mudur? Bu milletin o noçi insanları yok mudur? Dep sosyal medyalarda bizim yaşlarımız, ballarımız bütün millet, bütün Uygurlar haindek, bütün Uygurlar casustek, hemmisi birbirine düşmendikidek bir hava yaratılmadı. Bunu mu Xitay kasten kıvatıdı? Bununla bizim halkımız mı çıkıp gitip bardı. Şununla bizim hakikaten kadirleştiği uluk tarihimiz. Her kandak bir millet tökmegen bedellerini, hiç kandak bir millet yani tarihte az misali görüldüğün kahramanlıkla yaratkan bir milletin evlatları biz. Şunun için degendikidek 349'dan hazır 70 yıllık tarihimiz qaraydigan bolsak, milyondan artık kurban bergen, net 100 inkılap bolgan bir tarihimiz var. Demek muşu G'ulji vakasını hatırlaşımız şu tarihlerimizi evlatlarımızga yetkizip biriş nokta nazardan kılıngan bir hareket. Aldığımız günlerde dünya kurultayı muşun okşaydigan G'ulji vakası, Barın inkılabı ve onun başka milli armiyimizden kurulgan günü okşaydigan her xil faaliyetlerini ötküzüşünü plan kıvatımız. Bu onun biz G'ulji vakasını zaten her zaman hatırlap durvatımız. Aldığımız geptilerde bir yerden şunu mu dep koyuşunu uygun görümen Dünya Kurultayı Tadqiqat Merkezi Tadqiqat Komitesi bizim ulug' şairimiz Abduxoliq Uyghur tug'ilganligining 120 yilligini hatırlaş münasebeti bilen 1901 yılı tug'ilib diken 1901 yılı 2. ayının 9. günsi tug'ilib diken şunu 2. ayının 9. günsi
naq 120 yoshga kirdi. 120 yoshligini xotirlash munosabati bilan mutaxassislerimizin qatnashishi bilan yana mushtaq bir to'y yig'ini uyushtirmoqchi. Shuning bu munosabat bilan men bu yig'in qatnashgan, anglayotgan bütün qarindoshlarimizni u faoliyatlarga aktiv ishtirok qilishga, qahramonlarimizni o'rganishga, tarixiy dastonlarimizni o'rganishga chaqiraman. Rahmat. Shuning bilan birga bugun bu yerda qimmatli tajribalarni ko'rgan, ko'z qarashlarni biz bilan o'rtoqlashgan bu qadrdon sabdoshlarımga hammanglarga rahmat aytaman. Rahmat. Selamünaleyküm Ferhat efendim. Ben iki kız bir vakit bezin iki kız bir kıstırdan gibi bana devasam oldu. Qisqa bo'lsa, chunki hozir 2 soat bo'lib qoldi. İnşallah. Hazır meyada hürmetlik Erkin efendim bu. Endi şu inqilab jarayonida başdan axir şu tebliğ hareketi teşviqat bilan shug'ullanib shuni his qildik ki xalqimiz haqiqatan esil qahramon yaxshi xalq. Xalqimizda gap yo'q. Bu birinchi bizniki his qilganimiz tushunishimizda. Xudoyim bo'lsa bundan keyin bu mushu xalq bilan zo'r qalbini qo'lga keltiramiz. Endi yani bir narsa mishad tushunganim ulug' ideya, ulug' ko'z qarash, ulug' bir millatni yetildiradi. Bunun için bizden hürmetli Erkin muallim işe turuptu. Bizden tadqiqatçılarımız var, dinli zatlarımız var, isil bu ziyalı alimlerimiz var. Şularla birlikte halkımızda doğru yolu yetekleyen ulug' bir ideya formasiyasını yaratıp halkımızga sunsa, halkımız şu asas terbiyelensek inşallah çokum g'alaba aldığımızda. Şöyle gapim var. Xalas. Rahmat Abdushukur efendim. Yaxshi ahamiyatli ta'sirlik so'zladingiz. Shuning bilan 5 fevral G'o'lja qirg'inchiligining 24-yillik munosabati bilan Dunyo qurultiyi tomonidan uyushtirilgan bugungi bu muhokama va xotirlash yig'ini vaqt munosabati bilan mishada oxirlashtiraylik. Qisqa gaplarimiz tugamaydi, dostonlar, she'rimizning dostonlarini so'zlasak tugamaydi inshaalloh. Bunun dikkanen reisimiz olmayı efendim degende Gülşen Abdülkadir Hanım məxsus olan şecaresini to'g'riz etibdi. Bunun ait bir ulug' ish. Men bu munosabatda bugun ait qimmatli, ta'sirli, ahamiyatli ma'lumotlarni bergan, ta'sirotlarni so'zlab bergan bugungi bütün qarindoshlarimiz alayda rahmat aytaman. Ekran oldidagi bütün qarindoshlarımizga Dunyo Uyg'ur dinamidan tekrar rahmat aytaman. Hammanglarninki mushu vaqti xayrli bo'lsin. Shuning bilan bugungi muhokama va xotirlashishimiz mishada oxirlashdi. Bir sekund bersangiz, men mushu 24-yillik G'o'lja qirg'inchiligi xotirlash munosabatida yana bir inglizcha maqola yozdim. Atlik chiqdi Diplomat jurnalida. Agar mashada inglizcha biladigan qarindoshlar menglab bo'lsanglar, o'qishinglarni tavsiya qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat Allah razı olsun. Rahmat. Mal qarindoshlarım do'st hammalarga mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hammalardan Allah razı olsun. Şehitlerimizin ruhi şad olsun. Şehitlerimizin ruhi şad olsun. Rahmat. Evet, çok şükür rahmet.